Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lg'ay. Hidoyat ekrani xush keldinglar. Aziz qarindoshlarimiz, bugun diqqatinglarga yana fan texnika dunyosidagi yangiliklarni taqdim qilayotgan programmamizning 3-soni diqqatinglarda bo'ladi. Siz aytib tursangiz, qaysimiz? Tamam. Bo'ldi. Mana bir ovoz ortiq ekan. Programmani Yaponiyada turayotgan vatandoshlarımızdan Qavuljon Abdurim efendi o'ziniki izlanishleri, hobi şeklindeki izlanishleri ve milletning hozirgi ehtiyoji kelgusiga bo'lgan jiddiyati taqozosi tufaylidan o'zi tanlab chiqqan shu temada izlanishlarimizni taqdim qilyotidi. Do'stlarimizga manfaatlar bo'lishini va boshqalarning manfaatlar bo'lib qolishi uchun tarqatib qo'yishini, tavsiya qilib qo'yishini umid qilamiz. Programmamızga hoş geldinglar tekrar. Ekranımızda Qavuljon efendi. Assalomu alaykum Qavuljon, hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar, hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Yaponiyadan hozir doktorlikni tamom o'qib, hozir xizmat qilyapman. Endi meningki bu temada so'zlashimdagi maqsad oldin qatimlar nima dedim deb o'tgandim. Men eng boshda IT sohasida o'qigandim. Sen to'lqinlarni bilasizlar. IT tarbiyalashda ashmolimniki testni avtomatlashtirish degan, sinaq avtomatlashtirish degan nima kasbida o'qib, bir 6 oyda o'qidim. Undan keyin boshqa IT kasbiga kirdim, ya'ni torbat loyihalashninki front-end qismini loyihalash degan kasbga. Ashni o'rganib, ashni xizmat topdim. Keyin asta-asta undan o'tib, big data deb qo'ydi, cho'ng sonliq ma'lumotlarni analiz qilish. Yani buningda asosliqli cho'ng sonliq ma'lumotlarni olib turib biz, ya'ni AI, ya'ni mashina o'rganishni ishiltish yoki sun'iy aqlni ishiltish orqali ya'ni boshqa bir datalarni hosil qilish, ya'ni boshqa bir sonliq ma'lumotlarni hosil qilishni va hosil qilgan sonliq ma'lumotlar orqali bir ulgu qurib chiqish, model qurib chiqishni qildik. Undan keyin men hozircha degan vaqtda bu kvantum texnikasi nereden sen unutib qolding degan vaqtda men shu o'zimni qilayotgan, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumotlarni analiz qilish jarayonida bu kvantum degan narsalar uchrashdim. Shundan ya'ni kvantum machine learning deb, kvant mashina o'rganish deb chiqdi bundan. Undan bir mezgil qilib baqdim. Hozircha degan vaqtda bu taraqqi bo'lmag'achqa hozirgi mush vaqtgacha ishlatib kelayotgan ommabop usul bilan hozirgi kvantum texnikasida qilganlikning farqi zo'r chiqadi. Masalan, biz ishlatgan vaqtimizda 90%, 93%dan 97%gacha bo'lgan oraliqda biz odatiy kompyuterda hozirgi ishlatayotgan ommabop usulda mashina o'rganishni data sonliq ma'lumotni hosil qilgan vaqtimizda uningki to'g'riliq darajasi 90% chiqdi degan gap. Ammo kvantum texnikasi men o'zim sinab qilib baqandim. Kvantum texnikasi qanday bo'ladi? Kvantum mashina o'rganishda deb shundan 70% chiqdi. Qanchaki ko'p aylantirib bersangiz buni, shunchaki nimasi eshib mangadi endi. Aniq ishonchlik darsi sonliq ma'lumot hosil qilgan sonliq ma'lumotlarningki. Endi shundan shu vaqtdan tortib turibdi. Buni o'rganib shundan kirishib qoldim-da. Shundan bu soha hozir endi taraqqiy qilib birinchi peshtaqa chiqib bo'ldi. Bu deganlik nima deganlik? Sen Turkiyani o'qishchilar ma'lum bir misollarni olib, sizlarni tushunish oson bo'lsin uchun selishtirib deb biryapman. Turkiya hozirgi dunyoda dron texnikasida deymiz, endi uchqusiz aeroplanda. Buningda dunyodagi 4-ning ichida kirdi degan gap, ya'ni. Birinchisi Amerika, ikkinchisi Rus, uchinchisi Xitoy, to'rtinchisi shu Turkiya bo'ldi. Turkiya 1000ga yaqin shu drondan, uchqusiz aeroplandan 4-o'ringa o'tdi degan gap. Bu 2020gacha, 2018largacha Turkiya hech 10ning ichiga kirmayotgandi endi. Qanday olib birdan 4ga chiqa oldi degan gap. Ya'ni bu fursatni ching tutdi degan gap. Chunki fursatni ular shu vaqtda yoshirin tayyorlik qilayotganda Erdo'g'anning bir chiqishilarida bu
Tek kötürlep ketedi degan gap. Bu hozir bo'lsa texnopolislar boshlanib ketadi degan gap. Aldingi qitim biz bir Uyg'ur gruppasiniki ashnanda birinchilikka erishganlikka xabarini anglab nihoyat xush bo'ldim men. Demak, ashunda bir fursatni kutib turib tayyorlik qilib turganlarga fursat keldi, tutib oldi. Dunyo 4 kirdi degan gap. Isroiliyadan dron setib ololmay yurgan Turkiya hozir Isroiliyani tashlab o'tadi degan gap. Kendi qoldi degan gap Isroiliya. Mushunda holat. Endi buni nima so'zlaysa degan vaqtda kvant texnikasi xuddi ash Turkiyaning 4-ga chiqargandek Uyg'urlarni yuqori pelliga chiqalayda chiqish ehtimolligi yo'q emas degan gap. Bor degan gap. Endi bu nemish shunda desa degan vaqtda buningda mush texnikani o'rganish orqali nurg'un ishlarni qilgan bo'ldi degan gap. Biz bugun so'zlaydigan narsa degan gap meditsinadan tortib hamma olam qatnashi. Yani aloqalashish degan narsalarni ham telegraf, ashlarning hammasini so'zlaymiz degan gap. Bular bizning turmushimizga bog'lanib ketib bor degan gap. Masalan, bu nemish yana birisi bu kvantum texnikasi nihoyat cho'ng bo'lgan data sonliq ma'lumotlarni intayin tez suratda ishlayoladi degan gap. Masalan, odatda hozir klassik kompyuterlar deb qo'yadi. Klassik kompyuter deymiz ham bularni hozir ishlatayotgan bizlar kompyuterni. Masalan, bularninki eng super kompyuter deb, eng kuchli kompyuterlar bor. Ashlar 20 yil, 30 yil sharb qildigan sonliq ma'lumotlarni kvantum texnikasi 10 sekund, 20 sekund atrofida bal qiladi degan gap. Hozir dunyoning eng oldidagi ilg'or kompyuterlar super kompyuter degan super kompyuter demanda. Ash kompyuterlar 20 yil sarf qildigan narsani ma kvantum kompyuter so'ydigan vaqtda 20 sekund hal qilib bo'ladi degan gap. U texnik suratidimi yoki ichidagi sistemning buning texnikasining yuqorligidimi? Hem texnikasining yuqorligi, hem buning ishlash prinsipi klassik kompyuterlarga qaraganda boshqacharoq degan gap. Buni keyin maxfiy shifrlashtirish degan texnik aniq so'zlaymiz. Aslında buning chiqish nimasi ishlash prinsipi bilan klassik kompyuterning ishlash prinsipi o'xshamaydi degan gap. Shu sababdan texnik tuzishadi degan gap. Buning texnik nurg'un sohalar bor. Hozirgi bugunlik asosli tema maqsaddan nima bugun so'zlaydigan desanglar, bugun so'zlaydigan maqsadimiz 45 yoshlardan yuqorilarga hech qanday esqatmaydigan mazmun. Ammo desam 45 yoshlardan nima bo'lmasin? Chunki ular o'rganib bo'ldi, yetib bo'ldi. Ular endi bundan keyin o'rganib bir yerga chiqib bo'lmaydi deb bo'ldi, juman. Men shunday qarayman deb. Bular Uyg'urlarning orasida. Lekin men shu programmada o'rta yoshdan o'tib ketgan insonlarning hech bo'lmasa azroq savodlangan vaqtida bolalarini kelgusida yo'llantiradiganға nima uchun sohib bo'lib qoladiganligini bayqadimcha. Men shu sabab tufayli alohida ahamiyat berish lozim deb o'ylayman. To'g'ri. U jihatdan qaraganda to'g'ri. Endi bugungi asos so'zlaganimiz mushu oliy maktabda o'qimoqchi bo'lgan va to'liq o'tirib bitirib bo'lgan, oliy maktabda o'qimoqchi bo'lganlar ham oliy maktabda bitirib bo'lib, magistrlik va doktorlik o'qimoqchi bo'lganlarga intayin mos keladi bugunlik timimiz. Nimishqa degan vaqtda yangi sohalar bor o'rganayotgancha. Ay sohalarga masalan birisida bir muvaffaqiyat qozonib qolsa, u sohaning egisi bo'la oladi degan gap hozir, xo'jasi bo'la oladi degan gap. Ya'ni bo'shliq bor. Bo'shliq bor. Texi bu kvantum texnikasi texi bayon etdim, birinchi peshtaqa chiqib bo'ldi. Uning texi nurg'un peshtaqqalar bor texi. Birinchi peshtaqa texi mukammallashgan texi. Ya'ni bo'ladigan zira ko'kidan ma'lum degandek o'zini azroq ko'rsatdi yani. Buningki hozir boshqa davlatlarning selayotgan mablag'i buni anglagan odam hayron qoladi. Voy, mushnaga mayda mablag' salam deb keladi. Chunki bu texnikani egallaganlar bundan keyin dunyoning xo'jasi bo'ladi degan gap. Ma vaqtgacha Amerika 100 yildan Amerika xo'jasi bo'lgan dunyoninki. Endi mush texnikani kim baldo o'ttirib chiqara olsa, kim muvaffaqiyat qozona olsa, shu xo'jasi bo'ldi degan gap. Shaksiz xo'jasi bo'ldi. Keyin tafsilotini nima qilamiz, lekin o'sha yerda mazmun e'tibori bilan film o'pildab ketdi. Dushmanimiz Xitoy bu sohada qaysi saviyada? Qanday ketyaptilar? U xillam yuqori saviyada. Dunyoning oldida ketib bor desak, ish oshirib o'tmaymiz.
Tamam. Tamam. Buni Başlayalım o zaman. so'zlaymiz aynan tanıştırib. Tamam. Bo'ldi, boshlaymiz. Bugunlik temamiz biroz jiqroq. Shu meningki xatlarim biroz uyg'urcha xatlar biroz xato xatlar bo'lishi mumkin. Fontlar, xatning cho'ng kichikligi biroz tangshab bo'lmagan bo'lishi mumkin. Chunki slayder 80 net slayder bor-ku menda. Shuni xafaolmaysizlar. Tamam, hiç kusura yok. Muhimi mezban. Biz kuantumni masalan kichik vaqtimizda o't o'ynab baqqanmi? Kichik vaqtingizda o't o'ynab baqqanmi siz Ahmad Jabirdin? O'tni O- yog'ochning uchiga cho'g'ni ko'rganda munda qilib o'ynaydik-ku kichik vaqtimizda. He, he, doğru. Bu kuantum texnikasi xuddi oshning o'xshash degan gap. Hmm. Ya'ni bu hozir nega kelib taqishib qoldi desa, osha kelib taqishib qoldi-ku bu. Kuantum texnikasi bir jipdek harakat qildi debchu. Jipdek buning nadaligini bilmaysa deydi hozir. Hmm. Masalan, qarang, o'tni biz o'ynaymiz-ku munda qilib. O'tni ko'rganda mana shu cho'g'ning uchining nadaligini bilalamdi, bilmaydi deng. Bilmaydi-ku. Yani aşağıda his kılıyordu, lekin közü koğlap yetişemeydi. Ha. Ashunda tiz harakat qildi degan gap-da buni hamda. He. Shu ma'lum mush olaylik ma'ni shu shuninga masalan ko'z oldiga kelsin deb nima qildim. Ba'zi rasmlarni men qasddan chiqarib qo'ydim. Bularni cho'da yo'qda siz ash bir narsani ko'z oldingizga keltirib turib, selishtirib, ugunalga ko'ralga vaqtingizda texidinmayliqqa o'zingizning bilimiga aylandi deng. Doğru. Endi modullar nimadan tuzildi desa, biz modullar odatda molekula, atom deb serib ekilamiz, tushundim. Oliy maktablarda biokimiya, fiziklarda deyindik. Endi bu kuantum texnikasi ne qiladi dedik? Kuantum texnikasi fizik dunyosini ikkiga bo'ladi. Birisi makro fizika dunyosi, yana birisi mikro fizika dunyosi. Makro degan gap atomdan cho'ng, ya'ni cho'ng bo'lgan narsalar ko'zingizda ko'ra olasiz, tuta olasiz degan gap. Mikro dunyo degan vaqtda ko'zingizdan ko'rolmaysiz, odatiy go'sht ko'zingizdan ko'rolmaysiz. Buni mikroskop ostida ko'ra olasiz degan gap, hamda ba'zilarda hozircha ko'rolmaysiz degan. Unda ilg'or mikroskoplar chiqib qoladi degan. Mushu qaysi bir tal rasmga tortib oladi, tunji qitim shu kvant, ya'ni atomning atrofida aylangan elektronlarni elektron buluti deb turib bir rasmga tortib oladi harakat qilishini. Tunji qitim bu mo'jiz xarakterlik bo'ldi deb mush yil bu shunday bo'ldi deganda. Qarang, mana qarasang, mana odam atrofimizdagi shu odamlar material emas, mana atom. Bularchu atom nimadan tuzildi degan vaqtda atom elektron va protondan tuziladi, neutrondan tuzilgan gap. Atom yadrosi deydi. Atom yadrosi degan vaqtda atom yadrosining ichida proton bilan neutron bor. Buning ichidagi qaysi zarrasiz, qaysi zaryadli deganni elektron odatda manfiy zaryadli bo'ldi. Buni fizika o'rganganlar biladi. O'rganmaganlar izlanib baqsani bo'ldi degan gap. Elektron degan nima ekan deb. Hozir uyg'urcha dafsanmi, uyg'urcha nurg'un narsa chiqdi degan. Okey, bu yig'ib aytganda elektron, yadro, ya'ni proton, neutron qatorliqni hammasini biz kvanit deymiz degan gap. Ya'ni kvanit degan gap bu chetdan kirgan so'z, bu zarracha degan gap uyg'urcha ekan. To'g'rilishi degan gap, nimasi keldi degan gap. Mana shu atom, neutron, proton, elektron, foton, kvarik, neutron qatorliqni hammasi kvanit deb ataladi. Endi hozir kelishda atom neutron bilan protonni hozir tadqiqladi, elektron tadqiqladi degan gap. Fotonlarni. Endi kvarik deyilganlar shu protonning ichidagi neutron va protonning ichidagi narsalar bor degan gap. Ya'ni parcha, ya'ni texnik kichik zarrachalar bor degan gap. Hozir tadqiqot shu yerga yuzlanadi degan gap. Aslında yana birisi bu kuantum texnikasining alaylik yana bir nima degan vaqtda, masalan, qarasanglar chilangan debdi. Men 12 chiqadim Yaponiyada yashayotgandan keyin 12da bir narsa yig'gan guruch to'pi degandekchi. Guruch to'pi deb tarjima qilib ketgan, men guruch to'pi deb eliyodim. Endi buning ichiga bir tal chilan, masalan, anamiz deydi, bizga maktabga borgan vaqtda 2 tal 12 berdi deydi, masalan, guruch to'pi berdi. Ammo buning ichida bir talning ichiga men chilan soldim dedi. Ammo bizni ko'rsatmadi uni. Siz ko'rsatmagan vaqt siz qanday o'ylaysiz? Sen ya A'ning ichida bor, ya B'ning ichida bor deymiz-ku.
Chunki anamiz birsin ichiga bir tal chilan saldim balam deb berdi. Endi biz o'ylaymizda, anam qonunga sog'andi, og'a sog'anmidi, biga sog'anmidi deb o'ylaymiz endi. Bu odatga o'ylash usuli degan gap bu. Endi cho'diga vaqtda kvantum texnikasi cho'diga vaqtda bu ikkilisida bor deb taraz qilamiz degan gap. Kundalik dunyoda yo A'da bor, yo B'da bor deymiz. Kvantum dunyosi cho'diga vaqtda ikkilisida bor deb nima qilamiz degan gap. Ya'ni yo uningdan bor, yo bu emas, ham buningda bor, ham buningda bor deb turamiz. Yoki ishlatmaymiz degan gap. Buningki ma'ni chiqarib qo'yishimdagi sabab, buningki asosligi kuchi mushadan kelyapti degan gap buningki. Asosli kuchlarning birisi shu ikkili ehtimollik bor deganni tutib turib chiqadi degan gap. Endi kvantum dunyosiningki asosligi xususiyatlaridan 4-5 xil xususiyati bor. Biz asosli 4 xususiyatni o'rganamiz. Birinchisi shu degan vaqtda kvantum texnikasi, kvantumniki, ya'ni kvantumniki zarrachilik va to'lqinliq xususiyati deymiz. Masalan, tosh bir supundek bir narsani chalg'ab buning bir tapanchimiz bor. Shuni sumirtib kichik bolalarda pulab o'ynasa yoki assa dugudek birinchi chiqib cho'ngib yo'qolib ketadi-ku. Partlaydi. Sharg'ayni kitib deymiz. Ha. Buni o'yla, buni bir ko'z oldimizga keltirdi. Ham ikkinchi cho'lga vaqtda bir tal to'p bor qo'limizda. Bir to'pni atamga bong etib o'ynaydi. Bu ikkisini ko'z oldimizga keltiraylik hozir. Sen birini shu pul tapanchada atdiq yoki bo'lmasa puldiq degan. Pulgandan keyin cho'ngib ketib bor degan. Yana bir cho'lga vaqtda bir tal to'p bor qo'limizda bong atamga urib o'ynatamiz. Mesela kichik bola to'p tamga urib o'ynasa chiqib urma deb baqiraydi, shuni o'xshatgan ekan. Yani buni hozir ko'z oldimizga kelgandan keyin shu supun ko'pikchilari yoki bo'lmasa chiqqan pupuklarninki kengayishini to'lqinga o'xshatsak bo'ladi degan. Endi o'pnoq cho'diga tamg'i tegib qaytishini zarrachaga o'xshatsak bo'ladi degan. Endi odatda dunyoda narsalar biz bayatın deganimizdek mikrofizik dunyosi va makrofizik dunyosi deydi. Hozirgacha biz makrofizik dunyosida biz narsalarning yo zarrachilik, yo bir to'pdek zarrachilik degan gap. Ya bo'lsa-da, yo to'lqin degan gap. Endi ikkisi birlikda bo'lishini ko'z oldimizga keltirib tasavvur qilishimizga ta'sir degan gap. Voy, to'xtab tur, ham zarrachi, ham to'lqinlik xususiyati bormi buning? Endi bu kvant texnikasiniki alaydiki shu bayatdagi supun ko'pikchilari bilan to'pni birlashtirib ham ikkili xususiyatni o'zida ifodalaganligi degan gap. Endi buningki xususiyatini aniqlab chiqadigan alohida bir tajriba bor. Ya'ni qo'sh yeriq tajribasi debdi. Bu fizika dunyosida 3-o'rinda turdi. Shu fizik dunyosi tajribalarining ichida ta'siri eng kuchli bo'lgan tajribalarning qatorida 3-o'rinda turdi. 3-o'rin deb turdi. Deydiganlar bor, yo bu ancha kuchli emas deydiganlar bor. Shu darajada dağınıq təcrübə deyil onda. Bayatınqı eniqsizlik bizdə 10-20'nin içiga bir tal çılanını qoydum dedi anamızda. Şunundan o qasınında bad dedik-ku. Xoş. Bu eniqsizlik prinsipi muşu degan. Ya mavu. Yana bir so'zga vaqtda bayatınqı turtda bu to'lqinlik xususiyati bormi buningki yoki zarrachilik xususiyati bormi? Endi ikkisiniki bu bir zarracha, masalan, uni tajriba qilish jarayonida ham fotonlar ham zarrachalar. Uningki turdi, buningki zarracha deb qaragan vaqtimizda uning harakati yo'qolib ketib bor. Masalan, bayatdan qilib cho'g'ni manda o'yindiq dedim-ku, kichik vaqtimizda yig'ashning ustidik cho'g'ni. Ashni taqqa tutib olsak, o'rni muqim bo'ldi-ku uningki. Xo'sh. Ammo qo'yib bersak-chi,
Hareketi bo'ldi, o'rni muqim bo'lmaydi. Hmm. Bu xususiyat degan vaqtda kvantumning shu aniqsizlik prinsipi degan xususiyatini ifodalaydi. Bayatdan cho'g o'ynashni esingizga keltirsa bo'ladi. Cho'g'ni qo'limizda o'ynayotgan dadimiz kelib taqqida qo'limizni tutib olgan bo'lsa, u turib qoldi, ha, o'rni muqim bo'ldi, bu yerda ekan deymiz. Qo'yib aytgandan keyin mana qilsaqchi, "Oy, nima dedi buning uchi, nima dedi bu cho'g' deb ko'rimizdan keldi. Ashdan ko'zimizning ko'rish surati, ashdan harakati teng bo'ladigan vaqtda andan teng ma'nolaydi-ku. Ha, men ketib boraman mana. Yana birisi bu bizim kichiklik misollar aytib so'zlagan vaqtimizda sen bir to'pingiz bor. To'pdan birisi balangizning bir to'pi o'ynab to'ng'ida yana bir chirig'i yo'q bir uyga kirib ketadi. Endi balangiz uni tep chiqib bermoqchi endi. Sizning chirig'ingiz qanchalik yo'riq bo'lsa tez topa olamsiz yoki qanchalik xira bo'lsa tez topa olamsiz degan gap, endi. Ya'ni qanchalik yo'riq bo'lsa to'pni tez ko'ra olasiz, ham tez topa olasiz. Qancha g'uva bo'lsa to'pingizni sizga qaytgan, ya'ni to'pning tushgan nur sizga qaytish nimasi ostuldi, uning to'pni nimasini o'rnini belgilab olmaysiz degan gap. Topolmaysiz degan gapda. Yana birisi bu birazalik mikro sohalarga kichida agar siz bergan elektron chirog'ning nurining kuchlilik darajasi to'pni harakatlantira olasiz-ku. Endi bu yerda anda desam, to'pni qanday harakatlantiramiz? Uni kichik bir mikrodan harakat qilay. Agar biz izlamoqchi bo'lgan to'pni biz tushirgan qo'lchirog'ning nuri harakatlantirasiz qanday bo'ladi degan gapda endi. Harakatlantirasiz topalamdiq uni. Topolmaymiz degan gapda. Chunki harakatlantiradi degan nima degan gap? Anaqa tushgan nur bizga qaytmadi degan gap. Nur tushib bizning ko'zimizga kirgandan keyin uni keyin ko'ra olamiz-ku bir narsani. Agar u nur tish bitib ketsa-chi, yoki biz uni harakatlantirib ishtirib mingiyasiz-chi, oxirgi vaqtgacha. Uni mangu ko'ramaymiz degan gap. Ya'ni xulosasiga vaqtda aniqsizlik prinsipi nima ekan bu kvantum texnikasi degan vaqtda zarrachininki birla vaqtda o'rnini yoki tezligini o'lchigini bo'lish mumkin emas deb qarasak to'g'ri bo'ladi degan gap. Ya tezligini topamiz, yoki o'rnini topamiz. Tezligini topganda o'rni yo'qolib ketadi. O'rni topganda tezlik yo'qolib ketadi degan gap. Bu aniqsizlik prinsipi degan gap. Ya'ni buni baliq fizikshunos Heisenberg degan odam aniqsizlik prinsipi o'tirib qo'ygan. Endi bayatdan keldik. Sirliq tajriba, ya'ni qo'sh yeriq tajribasi. Endi bu yerda yeriq dedim. Nimasi yeriq degan chakni biroz texdim inch bo'ldi-ku. Buni chak biroz yo'g'roq bo'ldi, ko'zimizga ko'rindi, ammo men yeriqcha degan ko'zimizga ko'rinmaydi-ku. Odat bizning go'sht ko'zimizga ko'rmaydi degan. Ya'ni bek inch degan gap. Bu shu double slide, single slide deydigan qo'sh yeriq tajribasi, taq yeriq qo'sh tajribasi deb bu daniq tajribalarning egisi mush odam. Thomas Young degan odam. Aslida bundan burunlar bu yorug'likning tarqalish qonunini ijod qilgan musulmon olimlar bordan keyin bular nimalarning harakatini tadqiq qilish jarayonida elektronlarniki ularni ashni bayqagan, ya'ni to'lqinliq ham zarrachilik xususiyatini. Endi ular qanday qildi degan vaqtda hozirgi musulmonlarga o'xshash ularmi Alloh qanday belgilagan bo'lsa shunda bo'ldi deb tugatdi. Shuni bilan qoldi degan gap bu. Ajoyiblik qoldi. Hozirgacha qoldi degan. Ammo bu ma'locha degan vaqtda to'xta. Bu nimish qunday bo'ldi deganda nimish qunday bo'ldi? Qanday alaylik va buningki? Deganlar tadqiq qildi. Bular hozir tadqiqotchilar bular eng oldida ketib bor degan. Ammo haqiqiy mushuk yorug'likningki tajribasini sinab qilgan dunyodagi tunji odam musulmon. Ammo keyin shu bayatni deganimizda tashlab qo'ydi degan.
Okey, endi ko'z oldimizga keltiraylik. Bu yerdan qo'sh yeriq tajribasi dedik. Ko'z oldimizga bir tal qo'lchig'ini tutaylik. Endi misol qilaman endi. Qo'lchig'ini tutib ko'rsin. Qaranglar, yek yeriq tajribasi. Agar sizningcha ma bir tapanchamiz bor deylik, su tapanchasi deylik, yoki bo'lmasa bir tal o'q atib birdan o'q atgan tapancha deylik. Ash tapanchadan o'q atsak, keyin tarbiyaga qanday bo'lishi mumkin sizcha? Qanday siz birni sizlash kerak? O'q nega tegish, o'q qanday tizilmash kerak degan gapda. Udul berib mushaga tegilganda bu miyaga. Bir tal pang 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 yoki avtomatik dirrida alsak degan gap. Sizden slide mağduratamsız yapma. Mağdurat yakka yer tajribasi keldimi bu? To'xtab qoldimi? Slide bizden iş deslepke baskışta kaldı ya. Ay, eng baştaki. En başlıkısı kaldı. Mağmadı. Oy, men xiljiqqa ketdim buningki. Nima shunday bo'ldikmi? Men kichiltib qo'yma ya. Kiçiltiş, çoğultuş demez. Sizinki şahit kılan yerden üzlük ettim ya. Men hozir 20 nechinchi slaydga keldim. Endi mağda hazır. Hazır mağda. Endi yaxshi ko'rindimi mushbet bo'lsa? He mağda hazır. Bayatniki men yana so'zlagandim bayatdanchi. Hazır mağda bana. Meyalarni so'zlagandim. Abi 5'den beri bir sekunddan to'xtatib o'tkazasınız. Bizden güçle to'xtatib turib ko'rvasi yaxshi. Alayda tayyorlik qilgan ekan-ku menimda. Xo'sh. Mayliq bayatni men degan cho'g'ini qo'limiz yog'ochdan uchi tutib menda cho'giltib o'ynagandek. Misni ko'z oldimizga keltirsak bo'ldi. Ondan bu modlarning tuzilishi, ma'lum qarab bu elektron degan nima ekan, neutron degan nima ekan, quark degan nima ekan, string degan nima ekan. Hozirgi tadqiqotda quark bilan stringni tadqiqladi hozir. Bu neutron bilan protonning ishi bitdi, elektronlarning ishi. Tadqiq qilib bir berib bo'ldi. Bizga endi qolmadi. Bu modlarning tuzilishi alaylik. Buningmi asos mana biz mushakilda to'xtab qoldik-ku. Biz fizik o'rganganda mushakilda to'xtab qolgandik-ku. Endi alimentiyatda o'shan. Endi magistrlik va doktorlik o'qigan vaqtda bundan yuqorilamaysiz degan gapda endi. Agar mush sahani tutsangiz degan gap. Endi bu kvant degan nima ekan? Shu elektron, proton, neutron va uning ichidagi quarklar, ya'ni parchaliklar, ya'ni zarrachalar hammasining atilishi kvant degan gap. Ya'ni atomdan kichik bo'lgan hamma narsani desak bo'laveradi degan gap. Okey. Endi men degandim, anamiz bizga 2 tal guruch tubi degan gap. Mana biz onigiri deydi Yaponiyada. Guruch ko'milichi. Guruch ko'milichi desang bo'ladi. Guruch tubi. Buni guruchni pishirib olgandan keyin ichiga go'sht solganda domalaq qilib turadi-ku, maktabga bolalar elib bardamda. Bizning Uyg'urlarning qilayotganlar nurg'un bordek bo'lish mumkin degan gap. Chunki qilmay bo'lmaydi-ku, bolalar o'bin maktab tamoq yeb boradi-ku. Endi buni biz masalan anamiz bizga 2 tal guruch ko'milichi qilib berdi deylik. Guruch to'p yoki guruch ko'milichi. Endi buni A, B deb yozib qo'ydi deylik masalan. Bizni bilsin uchun. Ammo so'nggi mod sepirilgan vaqtda mana bu 2 tal guruch to'p qilib berdim, guruch ko'milichi qilib berdim sana. Faqat birisining ichiga chilanni soldim. Dedim. Shundan biz deymizda, anam qaysini sog'an bo'ladi? A'ga sog'andimi, B'ga sog'andimi deymizda. Bu normal insonlarning o'ylaydigan tafakkurda bu. Shunami? Ammo kvantum dunyosi qanday o'ylaydi degan vaqtda anam A'ga sog'an bo'lishi mumkin, B'ga sog'an bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Normal odamlar desa, anam ya A'ga soldi, ya B'ga soldi deb yani qo'shadi degan gap. A'da bo'lsa B'da yo'q, B'da bo'lsa A'da yo'q degan gap. Amaliyot shunday bu. Ammo kvantum dunyosi hem A'da bor, hem B'da bor deb turadi deb o'ylaydi degan gap. Ya'ni mushahadalar ichki dunyoninki farq chiqib bo'ldi degan gap. Birisi
Ya buningda ya buningda bor deydi. Yana birisi ya ikkilisi bor deydi. Bu klassik kompyuterlardan hozir ishlatayotgan kompyuterlar ulamda super kompyuterlarning hammasi bilan Hmm. kvantum kompyuterning birinchi farqi mushu degan gap. Bu gap bana hazır başka ifadeleş doğru gelse kuantum Hmm. texnikasi bütün ihtimallıklarını kaçırmaydı ekan deb tushundim men. Ha, shu. Buni barg'ansir texidami echib tushundirmiz texin. Hmm. Okey, mana ma'bayat neydim shu. Kundalik dunyoda biz mush ya adi bor, ya bidi bor deb tushunamizda. Ammo kvant dunyosi shu yoqda ikkita taraf mangalaydi degan gapda bu. Og'im kiralaydi, beg'im kiralaydi degan gap. Ammo birisini tishlabla, ashuna chilangan bo'lsa, B'ninki 0 bo'ladi degan gapda ehtimolligi. Buni keyin so'zlaymiz degan. Bu yerlar bir qiziqarli degan. Okey, man kvant mexanikasini tunishtirsa, kvantum texnikasiniki yana bir 4 chong alaylik bor. Bularning birisi shu degan vaqtda zarrachilik ham to'lqinlik xususiyati degan gap. Kvant mexanikasi, ya'ni kvant deb aytganda zarrachilar, atomdan kichik zarrachilar degan gapning hammasi kvantulda shuniki. Shuniki mikro dunyo, ya'ni bu kvantum texnikasi dunyoning ikkiga ayirib fizik dunyosining mikro dunyo va makro dunyo deb. Makrofizik dunyosi, mikrofizik dunyosi. Mikrofizik dunyosi degan gap mikroskop ostida aninkini ko'ralaysiz ba'zilarini. Ba'zilarini ko'rolmaysiz degan gap. U qadar taraqqiy qilmadik degan gap degan. Masalan, bayatın supun köpükçileri ve topun tam urup kankışlarını misal qildim. Shunga o'xshash degan gap. Supun köpükçilerini bir narsani kichik bolalar o'ynaydi-ku, sup chaldaq qilib uning ichiga bir narsani qilib qilganda pulliganda osmonga chiqdi, cho'ngib pong deb ketadi-ku yuqorida. Ashlarni elektronlarning, ya'ni kvantumningki, zarrachalarningki to'lqinlik xususiyati deb tafakkur qilsangiz bo'ladi degan gap. Endi yana bir so'ragan vaqtda bir to'pni kichik bolangizni to'pdan bir nep berdingiz, siz uxlayotgan vaqtda tong urib o'yindi. U to'pni tam urdi, qaytadi, o'zi qaytadi, yana tutdi, yana urdi degan gap. Shuni ochig'ingiz birini qo'ydingiz, kashtaga yig'lab o'tadi degan gap. Ani endi zarrachalarningki, ya'ni zarrachalarning zarrachilik xususiyati degan gap endi bu. Kvantlarningki zarrachilik xususiyati degan gap. Endi bu kvant amaliyotda dunyo ikki xildan ayrildi degan gap. Necha? Odatdagi dunyo faqat ya to'lqinlik holati bor, yoki bo'lmasa zarrachilik holati bor. Bayatınki dunyo shu ikkiga ayrildi dedi. Ya supun köpükçileri çingib to'lqinlik xususiyatini ifodalaydi, yoki bo'lmasa to'pdek zarrachilik xususiyatini ifodalaydi dedi. Ammo kvantum dunyosi degan vaqtda ikkisini birlashtirdi degan gap. Hem to'lqinlik hem zarrachilik dedi. Mushakkaga vaqtda buni tushunish unda oson emas degan gap. Hozirgi xili magistr doktorlar buni tushunib olmaydi degan gap. Buni bildim degan odam, manda bir daniq so'z bor buni. Mush kvantum texnikasini men bildim degan odam hech nimani bilmabdi deydi hozir. Hech nimani bilmagan odam deb qaraydi-chi hozir. Ovozim bormi? Yo'qolib ketmaganmi? Okey. Endi bu kvantum texnikasiniki yana bir alaylikka aniqsizlik prinsipi bor degan. Bu cho degan vaqtda bayatdan o'tni misol olsak, birinchi eng boshdagi ikkinchi rasmdagi. Ash o'tninki siz o't o'ynayotganda, siz balangiz o't o'ynayotganda katta qo'lni tutib olgan bo'lsangiz, tutib olsangiz o'tning yog'ochning uchidagi o'tninki o'rni muqim bo'ldi-ku. Ammo qo'lingizni qo'yib yotsangiz, yana balangiz manda qilsa, faqat uning harakat qilayotgan tezligini ko'ra olasiz. Ammo o'rnining nada ekanligini bilmaysiz degan gap. Mushu prinsip degan vaqtda kvantum mexanikasiniki aniqsizlik prinsipi deb atalgan gap. Buni daniq fizikshunos Heisenberg degan bir odam o'tirib qo'ygan. Ya'ni aniqsizlik prinsipi shu o'rni va sur'atini bir vaqtda tutqizolmaydi degan gap. Bir vaqt o'lchigini o'lcholmaysiz degan gap. Bu shu aniqsizlik prinsipi degan. Endi men bayatın dedim, kundalik turmushni misol qilaylik. Masalan, balangiz to'p o'ynayotib, yana bir uyga kirib ketdi, ammo o'yinning chirig'i yo'q. Siz uni tep chiqib olmaysiz, balangiz yig'layotadi.
Endi qanaqa qilasiz? Qo'l chirog'dan birini ilib kirsizda izlaysiz. Agar qo'l chirog'ingizning yoritish kuchi yetarli darajada bo'lsa, to'pni tez topa olasiz degan gap. Bu bir. Agar qo'l chirog'ingizdan maytib ketgan bo'lsa, ojiz bo'lgan bo'lsa-chi, uni xiljiq silab yurib izlaysiz-ku endi. Bu bir. Endi buni mikrodunyoga bog'lab qilay. Agar qo'l chirog'ingizning yorug'lik darajasi fotonni harakatlantira olasiz-chu. Balangizdan kirib ketgan to'pni harakatlantira olasiz-chu. Mana o'ylab boqaylik. Agar harakatlantira olsa qanday bo'lishi mumkin? Amaliyot Bo'layotgan ish bu. amaliyot bu bo'lib bo'lgan, biz buni xil keyin qilib endi qilyapmiz. Chunki nur uni harakatlantirdi degan, ya'ni masalan qo'l chirog'dan nuri bir narsa tushsa, uni harakatlantirdi deb o'ylasak, tasavvurmi qilolmagan darajadagi bir narsa bo'ldi hozir biz uchun. Ha, bu tasavvur qilmag'idek kichik bo'lg'achqa bu. Shuni buni yetib chiqadigan emas degan gap. Men bu yerda bayatdan ochlarga bog'lab turib bir narsaga tushunish qulay, tushunish oson bo'lsin deb ma'no qiladim degan gap. Eng boshda men to'pni misol qildim. O'z to'pni qo'l chirog'ini qancha kuchli ko'rsatsa, uni harakatlantirmaydi-ku uni. Ammo u texnidan kuchli ko'rsatsa degan gap. Harakatlanish ehtimolligi bor degan gap. Bu kvantum dunyosida buni masalan bir to'p mushrik bir to'pni biz ashuna yo'rg'iliq tushirib harakatlantira olmaydi desa, ehtimollik bor deymiz. Nol emas deymiz degan gap. Endi siz bayatdan o'yib kirib ketgan to'pni kichik bir zarich qilaylik endi. Yo'rg'iliq degan vaqtda insonlar yo'rg'iliqni bu do'lqin orqali taqiladi. Bu zarachilik tapanchada o'q atamizga pang qilib. Ashunda birdan etilib chiqamdi yoki suv tapanchasiga birini bossak uzilmay bir so'z chiqadi-ku. Aşağıda chiqamdi deydi-chu. Aşağıda bo'lamdi yo'rg'iliq deb buni tadqiq qilgan degan gap. Endi buning tajribasini tunji qatim ishlagan odam musulmon odam. Ammo bular degan vaqtda Osha kelgan vaqtda ham do'lqinlik ham zarachilik xususini bayqay olgan, ammo hangtan qilib ular Alloh qanday xohlagan bo'lsa shunday qildi deb tashlab qo'ydi degan gap. Ammo uni taraqqiy qildira olgan boshqalar degan vaqtda mala bular taraqqiy qiladi. Bular amaliyot oshliq yezib qo'ygan kitobni o'qib turib bular o'zining hozirgi o'z soldi degan gap bular. Bularning yozgan kitoblarini ko'rsanglar, hammasi degidek asosan musulmon olimlarningki nima qilgan yozgan nimalardan foydalanib turib uninkidan qilgan narsalar degan gap bu. Bu qo'sh yirik tajribasida olgan dunyodagi fizik dunyosida 3-o'rinda turadigan eng kuchli tajriba, eng danglik tajribalardan birisi bu. Mashhur tajriba. Buningki barliq keltiruvchi modikda Thomas Young degan gap. Ular musulmonlardachi yo'rg'iliqningki qanday tarqalganligi, do'lqinlikmi yoki nimalikmi, zarachilikmi deganlik oshni aniqlab qo'ydi, ammo qolgan to'xtab qolganlik uchun hozirgidek holda yashayapmiz degan gap. Hozirgi musulmonlar texmi hali shunday degan gap. Ba'zida bu sohaga kirgan, bu sohani bilmaslik mumkin degan gap. Bilish tugul bunda o'ylab, unda bir narsani borligini o'ylamaydi degan gap. Endi bular nima so'zlaysa deganda boyatdan deganimizdek, shu Turkiyani misol oldim-ku endi. 10 yil burun Turkiya harbiy sohada, ya'ni uchiqsiz aeroplan sohasida 10 ning ichiga kirolmaydi degan gap. Ular tayyorlik qildi, fursat keldi, chingli tutdi. Hozir dunyodagi 4-o'ringa o'tdi degan gap. Endi biz degan vaqtda biz mush texnik oldimizga chiqdi. Bu birinchi peshtaxta putini oldi bu kvantum texnikasi. Ammo mukammal ek bo'lamadi. Ikkinchi putda siyrilib chiqadi texnik. Ashunda ko'z oldimizga kelsa bo'lgan. Shunga buningda bu sohada yetishib chiqalsak degan vaqtda biz xillam kuchlanamiz degan gap. Chunki buningda yek holatdimi cho'ng ishlarni qila olasiz degan gap. O'zingiz yek holatdim degan gap. Uncha chiqadimmi ketmaydi degan gap. Okey, endi qo'sh yirik tajribasini endi birlab ko'raylik. Qo'limizda bir qo'l chirog'i bor deylik. Qo'l chirog'ini tutib ham yo'ritib o'ynaymiz. Endi
qo'sh yeriq tajribasi va yakka yeriq tajribasi, mana taq yeriq degan gap qo'y, yakka yeriq tajribasi degan ikki holat bor degan gap. Biz ko'z oldimizga keltiraylik. Masalan, bir tal yeriq bor. Ashundan biz tapanchada pang 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 etib o'ynadimiz. Aytib qo'ysak, yeriqda o'tganlar keyindiki tamga tushidi-ku. Bilga. Endi tamga bir tal masalan, slayderda yeriqchi degan vaqtda asti so'g'anliq uchun shu asti sumda alet bo'ldi degan gapda endi mayagiz. Oningki sizish biroz qulaysiz o'xshaydi. Men mousni kelgan oldicha shu udliga ustidan tortib ostiga kelguncha shu o'qning izi chiqadi endi. Xuddi mana o'xshash mana. Endi bu biz bayat dedik bir tal o'q misol qildik endi. Zarrachilarni birdan atdiq degan gapda endi. Endi atadigan qurol bor-ku. Texnik bor. Endi bu ikki tal bo'lib ketdi. Qo'sh yeriq qo'ysa degan gap. Qo'sh yeriq qo'ysa mushunda bo'ldi-ku endi. Bizning o'ylaydiganimiz shundami? Rasm shunda olamni qarab boqaylik. Endi bizning o'ylaydiganimiz amaliyotda ikki yeriq qo'ygandan keyin ikki yeriqning udliga o'qning etilgan iz kelish kerak deb o'ylaymiz. Bu normal inson, hozirgi insonlar hammasini o'ylaydigan tafakkurda mana. Endi mana misol qilaylik. Mana ko'k to'g'ri suv u. Suv. Anda suvning ichiga suvdagi to'lqin chiqishini ko'ramiz-ku. Suvda mana qilib bersak to'lqinlar chiqib ketadi, taqilib ketadi-ku. Sen masalan to'lqin teyilishda to'lqin yasaydigan narsalar bor-ku, sen tangliq nima bir deb deydi. Endi mana qaraylik. Agar sizlar yeriq bir tal bo'lsa, to'lqin taqilib kichikdan bir tushdan o'tib kichikdan cho'ngib oyoq bor degan gap. Agar slayderni bo'shliqni ikki qilib qo'ysak-chi. Ikki qilib qo'ysak qarang, anda bir xil g'alayt ishlar bo'ldi ekan ya'ni. Ikki oraliqdan o'tadi, ammo oyaga tekkan vaqtda, tamga tekkan vaqtda nurg'un alet o'q tekkan alet bo'ldi ekan, ta'sir bo'ldi ekan degan gapda endi. Ha. Endi bayatni biz degan tapanchalar pang assaq qanday bo'ldi deb. Ana buni ko'rib qiling. Bayatdan bizning kutgan natijamiz mush edi-ku. Tapancha ikki yeriq qo'ygandan keyin pang assaq mushlar ikki yeriqning udlig'i chiqdi-ku bu deydi. Amaliyotda natija bu bo'lgan. Buningga hayron qolgandan keyin, buningga hayron qolgan, hozirgacha hayron qolganlar nurg'undan keyin. Buning haqiqat sirini hech bilolmadi degan gap. Endi turibdi. Biz shu pang qilib yoki chiroq tutsak, chiroq tutgandan keyin chiroq foton deb har qanday nur, quyosh nurlarida qanday bir narsa bo'lsin, foton alet taqiladi-ku. Ya'ni foton deymiz ashuni taqilishni. Mana qo'l chiroq desak bo'ldi yoki bo'lmasa elektron atquchi desak, tapancha desak bo'ldi mana. Endi turibdi. Buni biz biroqli pong avtomatik dirr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 
qaysidan qaysi nereden ötkenligini uqanmay qoldik dedi. Shundan turibdi. Bu namsa birdan-birda aytib baqsaq qanday bo'lar dedi. Yani po'ng deb birdan turib, yana po'ng deb, yana birdan turib, yana po'ng deb birdan turib qilib qolay qanday bo'lar dedi. Eminiyatda bu manda bo'ldi degan gap. Bu yerda bu nemish olib ketdi. Bu birdan-birda olsaqmi, ma bir yeriq olsaq, nemish ma ikkinchi bir yeriqdan uydi bu. Deb qoldi. Shundan mana birinchi yeriqdan atdiq. Ammo ma ikkinchi yeriqdan uytab oxiri tushadi degan gap. Bu nemishdi? Deyapti, amaliyotda shu har bir zarracha, ya'ni zarrachalar bir teshikdan o'tgan vaqtda o'xshashla ikkinchi bir, ya'ni bir yeriqda o'tgan vaqtda ikkinchi bir yeriqdan o'xshash o'tgan degan gap. Mushuni bayqagan degan gap. Mana yo'rg'iliqni tarqalish o'zi. Ya'ni birisiga tutsaqmi, ya'ni o'xshashla ma'noga tushgan. Dedi, turibdi. Buningki biz qaysi yeriqdan o'tganligini bir ko'rib qilay deb bir tala sezgichdan birini qo'yib qo'ydi, sensordan birini qo'yib qo'ydik, apparatdan birini deylarni. Beshiq apparatdan birini tiklab qo'ydik. Ashuna biz o'q atgan vaqtimizda
qaysining tüşükdən qaysining o'tganligini bilib baqayli dedi. Əməliyyat şu degan vaqtda yanına o'xshash. Əməliyyat bu qanday bo'ladi degan vaqtda bayatdan o'xshash hammaniki atgan narsamiz o'xshash. Hamma narsa o'xshash. Faqatla bir tal kameradan birini qo'yib qo'ydik. Kamera deylar, endi kamera emas əməliyyat o. Sezgich deydigan, sensor deydigan bir narsa ochib. Ayni qo'yib qo'ygan. Buni bu yerda har bir yeriqdan o'tgan zarrachini bayqay oladi bu. Endi qaysi taraf mang'anligini men kuzatyapman deydigan manada. Shuni o'xshaydi. Endi mushunda odat qilgan vaqtda bunga o'xshash qilgan vaqtda ikkisini udliq tushdi degan gap. Bizning aslida kutilgan qimmatimiz mushidi bu amaliyotda. Endi buni g'ayron qoldi degan. Nima ish qilgan vaqtda turibdi. Ash elektronlar biz aşağı sensor qo'yganligimizni bilib qoldi, bilib oldi ekan deb o'yladi degan. Haqiqatan shunday bo'ldi degan, bilib oldi. Bu dağınıq qo'shiriq tajriba deb qo'yiladi. Bayatın deganimizdek. Mushu dağınıq tajriba hozirgacha texi kuchini yo'qotmadi. Yana dağınıq degan. Buni da izlanmoqchi bo'lganlar shu qo'shiriq tajribasi yoki double slide, quantum double slide yoki quantum single slide deb bossanglar internetga Google'ga chiqadi degan, nurg'un narsa chiqadi degan. Buni da texdim yaxshi tushunasiz degan. Double slide sensor deb bossanglar sensor bağlı sensor yo'qoltini texdim yaxshi videolar bor degan. İkinchisi yoqda Schrödingerninki müşke degan birini quantum fiziksini o'rganganlar bularni bilmay qolmaydi. Hozir men so'zlayotgan birinchisini cho'qim u eng danglik degan gap. Ikkinchisi bu mu danglik degan gap. Buning danglik bo'lish sababi nima degan vaqtda tafakkur masalasi degan gapda endi. Yo'q narsani tafakkur qila olish, shuning asosan oldin ola kutilma qimmatni hosil qila olish degan gapda endi. Yo'q narsani hech kim tafakkur qilmaydi, ko'rmay turib. Ama aslında alet tefekkür qilishga buni rag'batlantirgan tajriba bir tefekkür usul deymiz qani buni. Yani quantum mexanikasida quantum üstün qavat, ya'ni Schrödingerning mushuk o'ylash tajribasi degan bir danoq tajriba bor. Buning tefekkür tajribasi degan nima degan vaqtda buni yani mumkin dunyo nimamizda amaliyotda mumkin bo'lmaydigan narsalarni mumkin deb turib o'ylab turib ashni tajribasini loyihalash, ashninki haqida texdim yaxshi nazariyalarni o'ttirib qo'yishni asos qilgan tafakkur tajribasi Schrödingerninki. Bu odamning ismi bu Schrödinger degan. Mana qarab qala, bir tal mushukni bir eshikning ichiga qo'ydik. Uning yeniga degan vaqtda bir tal zahar qochlangan. Ya'ni gaz chiqib ketsa, zaharli gaz qochilganda, u gaz o'rilib ketsa yoki bo'lmasa chiqilib ketsa degan gap, tasodif chiqilib ketsa yoki og'zi echilib ketsa degan gapchi. Mushuk o'lib degan gapda hamda. Buning prinsip mushat chiqdi degan gap. Mushukni qo'ydik. Buni qo'ygandan keyin meni qo'ydikda mushuk bilan biz ko'rmadik. Mushuk bilan nimaninki altini, zaharli gaz bor, botolkadan qanday. Uni biz ko'rmadik. Ko'rmay turib qanday qilamiz degan vaqtda balki mushuk o'lgan bo'lishi mumkin deymiz. Chunki gaz chiqib ketish ehtimollik bor degan gap. Gaz chiqib ketgan bo'lsa mushuk o'ladi. Gaz chiqmagan bo'lsa mushuk o'lmaydi. Deb o'ylaymiz-da. Ashni biz ochmoqchi, nimani-chi, qutini. U mushukning o'lgan, o'lmaganligini bilmaymiz degan gap. Ama klassik kompüter degan vaqtda mushuk yo o'ldi, yo o'lmadi deydi. Endi quantum fizikchilar deb o'tishadi vaqtda mushuk ham o'ldi, ham tirik deb qaraydi degan gap. Mana bu zaharli gaz ta'mirning xohish bilan chiqib ketadi degandan keyin mana ish qildi. Mushuk agar ani qapoq ichilib ketsa, mushuk o'ladi. Ichilmasa-chi, mushuk o'lmaydi deb ish qil o'ylaymiz-da. Hamda agarni qo'shimiz, nima yokini qo'shimizda klassik kompüter. Endi quantum jo'liqda ham deb ishlatamiz degan gap. Mana o'xshaydi. Ash qutining ichidagi mushuk yo o'ldi, yo tirik bo'lishi mumkin, yo o'lik bo'lishi mumkin. Bu mu shu Schrödingerninki mushuk tajribasi, Schrödingerning danoq tafakkur tajribasi. Nima bu?
Endi buningdagi mushuk amaliyotda bu tajriba haqiqiy ishlangan, rost ishlangan tajriba emas bu. Faqat o'ylagan, tafakkur qilgan nima narsa degan. Endi uchinchi bir cho'ng texnik bo'lgan degan vaqtda kvantum tonal effektiga. Bu nima degan vaqtda bir ayliq sehrgardek masalan kichik vaqtimizda maktabda o'qigan vaqtimizda maktabdan bek qachatdik-ku. Mezmi qaçqan maktabdan muallimdan tayoq yeb degandek. Boshlang'ichdan qaçqan, to'liq o'tirdim qaçqan, to'liqsizdan qaçqan. Maktab tamdan atılıb qaçatdik degan gap. Ashuna o'xshasa bo'ldi degan gap. Tamga yugurib bordik. Tamdan tishib o'tib ketalandik. Yo'q. Tamdan yugurib bordik, tamga atılıb oyoqqa tushdik degan gap. Tam pasrek bo'lsa endi. Mushni o'ylab, mushni tafakkur qilaylik. Ha, o'zingni maktabdan qaçqan oldin tafakkur qiling. Biz maktabdan qaçqan vaqtda tamdan yugurib berib, tamga esilib o'tib o'tib ketdik. Endi kvantum texnikasidagi tonal effekt degan mushni o'xshash degan. Tafakkur shakli ama o, o'tish shakli emas. Buni hozirgi kvantum fizikchilar deb quradi yoqda, shu tonal effektga tamdan siyrilib tushgan holat dedi. Ko'rsatdi dedi. Yana bir qismlar degan vaqtda, yo'q. Bu tamga ustida ayni bu o'tib ketadi deb qaradi-chu. Qarashtirib o'tib ketadi deb qaradi. Ma resim, men resim bor, texnik tafsil tushundirish uchun. Qaralman, men resim birinchi resimni qarasam bir keldi, vurtdi ayni o'tib ketdi endi. Ayni ko'rdik. Endi men ikkinchi yoqda to'pni tamga tong urdi. Top qaytib keldi. Ammo shu yoqda zarech elektron yoqda elektron to'sag'ida o'tib ketadi endi. Xuddi mana o'sha keldi, o'tib ketdi. Keldi, o'tib ketdi. Mushu holat shu yoqda tonal effektiga dedi. Ko'z oldimizga kelgan bo'lsa, masalan, mana o'xshash. Qaytib ketdi, ma o'tib ketdi degan. Ma usib qaytib ketdi. Ma o'tib ketdi. Bu deganlik nima degan vaqtda, garchi o'xshash elektron bo'lsa-mu bular ba'zilari o'tib ketadi, ba'zilari o'tmaydi degan gap yana. Hammasi tonal effektiga o'tib ketadi, yana ba'zilari degan vaqtda ustida qaytib ketadi degan gap. Bu xuddi quyosh nurini biz badnimizga kirgandan keyin badnimiz bir qism quyosh nurlarini sumirdi, bir qismlarini-chi keyin tip qaytirdi degan gap. Buni fotosintez degan nimasidan yaxshi tushunsak bo'ldi. Ba'zi quyosh nuri, quyosh nurining yeşil quyosh nurininki o'ziga lozimli bo'lgan quyosh nurini sumirib ola oladi. Lozimsiz bo'lgan, keraksiz, lozim qilmaydiganlarni-chi ittirib chiqaradi, uni ashna orqali biz ko'ra olamiz degan gapda narsalarni. Endi kvantum dunyosiningki paydo bo'lishi va degandek nurg'un narsalar bor. Bular yoqda ehtimolliq. Har kvant dunyosida har qanday bir narsa ehtimolliq bo'ldi deb qaraydik. Mushadmasdan bir tal o'qni pang'ida olsak, bizning o'rinchiga berib tushidi desak, ehtimolliq bormi? Hozirgi nimada so'zga vaqtimizda masalan odatlik o'ylashlar degan vaqtda unda ehtimollik yo'q. Hozir necha ming kilometr keldi, aşağı bora oladigan bo'lsa, boradi deb shart qo'ydi. Ammo kvantum texnikasi degan vaqtda ehtimollik nol emas deb qaraydi degan. Cheksiz nolga yaqinlashadi, ammo nol emas. Nol degan gap yo'q degan gap, ehtimollik yo'q degan gap. Ammo kvantum texnikasi har qanday bir ishning bo'lish ehtimolligi bor deb qaraydi. Endi bu kvantum effekti orqali nimaga foydalanamiz buni, qanday ishlatamiz degan vaqtda, sen telefonimiz ichki saqlovchilar aqliy ixtiro telefonlardagi andin skanerlash, ya'ni kichik narsani kuzata oladigan mikroskoplarni qilamiz. Uning yadro birikmasi degan gap. Ya'ni hozirgi yadro elektr texnikasi deyotda yadroni parchalab energiya hosil qildi degan gap. Uni ta'tirichi. Agar radio energiyasini biriktirib energiya hosil qilgan bo'lamdi degan gap, hamda birini parchalanib energiya hosil qilsa, uni yig'ib ekilib, keyin qaytog'ini bo'lamdi degan gap. Ashunda undan keyin quyosh energiya tajribasida quyosh taxtisi bor, eng dunyodagi hozir modulab ketgan. Ashdagi reaksiyalarning hammasi o'sha tonal effektga bo'ladi degan gap, hamda ashunda yuz beradi degan.
Kema kuantum texnikasının xulasını özü anlap ko'ryapsanglar bo'ldi. Bayatın deganimizdek, bu samu texi tadqiq qilish bosqichida. Shu mustahada büsab chiqmoqchi bo'lganlar, ya'ni mustahada o'rganmoqchi bo'lganlar fursat nihoyat jiq degan gap. Endi kelib quantum kompyuter keldi. Endi quantum kompyuter bayatında quantum kompyuter degan nima bo'lsa, shu quantum kompyuter kvant mexanikasininki prinsiplariga asosan xususiyatlaridan foydalanib yasab chiqilgan kompyuter desaklar bo'ladi degan gap. Zag'irnan tilda deganda. Endi quantum kompyuter quantumninki hozir ikkini so'zlab bo'ldik. Birisi zarrachilik va to'lqinliq xususiyati, yana birisi aniqsizlik prinsip degan ular bir guruh bo'ladi. Undan keyin tonal effekt deganni so'zliq. Yana bir so'z vaqtda quantum qitish degan narsa. Bu hozir so'zlaymiz bularni. Mushu quantumning o'zining aloyligi va xususiyatlaridan foydalanib yasalgan kompyuter shu quantum kompyuter bo'ladi degan gap. Endi bularninki bayat odatiy kompyuterlar ishlash prinsipi qanday farqlanadi degan vaqtda quantum kompyuterlari odatiy kompyuterlar 0 yoki 1 ni bo'ldi. 0 bo'lsa 1 ni olmaydi, 1 bo'lsa 0 ni olmaydi degan gap. Ammo quantum kompyuterlar degan vaqtda 0 va 1 ni teng oladi degan gap. Va deb turadi endi. Endi kvant odam kuchini men qo'shib qo'ydim, chunki quantum kompyuterlarni boshqaradigan va uni ishlatadigan odam kuchiga muhtoj hozir dunyo. Shu bilan tarbiyalashda nihoyat zo'r mablag', ko'p mablag' sarflayotgan shirkatlar bor ekan. Masalan, Amazon shirkati, Microsoft shirkati, Google shirkati, IBM shirkati degandek. Endi bularning haqsiz shu quantum tarbiyalashni elib beryapti degan. Quantum texnikasini bu yerlardan o'rganasiz degan. Endi quantum kompyuterlarninki asosli yurki qaysi degan vaqtda yurki kubitlar, ya'ni kubit deymiz. Klassik kompyuterlar joyda bit, masalan, 24 bit, 34 bitlik, 14 bit, 16 bitlik, 8 bitlik degandek bir narsani deydi-ku, nimada? Klassik kompyuterlarda. Endi bak quantum kompyuterlar joyda vaqtda kubit ishlatadi degan gap. Bu nim degan gap desanglar, bit, masalan, shu bit soni qancha yuqori bo'lsa, aşı darajadagi yuqori darajadagi sonliq ma'lumotlarni bartaraf qila oladigan kompyuter degan gap bu. Bit soni qancha tuvan bo'lsa, cho'ng sonliq ma'lumotlarni bartaraf qila olmaydi degan gap. Qilish ehtimolli tuvan, ham vaqt ketadi degan gap. Qila oladi, ammo vaqt ketadi degan gapda, umr yetmaydi degan gap kompyuterga. Endi quantum kompyuterlar uning xos o'zining alohida bo'lgan kubitni ishlatadi degan gapda endi. Endi bulardan foydalanish nima orqali deganimizda hisoblashni ilib bora olamiz degan gap. Masalan, qanday hisoblashni degan vaqtda, masalan, bularninki algoritmlar bor-ku. Shorning algoritm, Glover'ning algoritm deydigan. Bular-chi degan vaqtda hisoblashlarni ilib boradigan funksiya desak bo'ladi endi. Ya formula degandek desak bo'ladi endi. O'qish to'g'ri kelsa, uncha oson emas endi bular. Agar matematikada o'qiyotgan Uyg'urlar bo'lib qolsa degan vaqtda, matematikada o'qimoqchi bo'lgan va o'qiyotganlar bo'lsa degan vaqtda, o'ziga xos algoritmlarni yarata olgan vaqtida, mush quantum texnikasida nurg'un pul topa oladi degan gap. Endi pul topa oladi, ham nihoyat yaxshi muvaffaqiyatni qo'lga keltira oladi degan gap. Hozirgi qarab baqsana bo'ldi, quantum algoritm deb. Aslında quantum algoritmni barliq keltirib, shuni patentni huquq elyapti hozir. Nurg'un cho'ng shirkatlar elyapti degan gap. Davlatlar elyapti degan gap. Ana bu qanday alaylik bor desak, masalan, hisoblash tiz bo'ldi dedi. Qanday tiz bo'ldi degan vaqtda, masalan, men deb qo'ydik, masalan, 15 deganni 3 bilan 5 ga bo'lish. Osonla bir narsa-ku. Ammo mayda 15 milliard olib ketdi. Yoki bo'lmasa 1 million bo'lib ketdi. Uni hisoblash ters bo'lgan gap. Ammo quantum kompyuter nisbatan hech qancha vaqt ketmaydi degan gap. Yana birisi masalan, o'quv bilim yurti bor nima bizningki Turkiyadagi. Ashna maktab mudiri deylar endi. Sinflarning tezlik ahvolini bir tekshirib qaydab sinflarga kirib chiqib, eng oxirida ishxonasi kelsa ochiqchi yo'q. Ochiqchim qaysi sinfda qolgandi deb o'yladi-da bu odam. Qanday qilsam tez topa olayman degan gap.
Endi klassik kompüterci diye vaqtda her bir sınıfga kirib, qarab beqish kerak da endi. To'g'rimi yo'qmi? O'ylash tepki usuli mushu endi. Klassik kompüterlarning hozirgi ishlayotgan kompüterlarning ishlash prinsipi bu. Her bir sınıfga kirib, tekshirib chiqish kerak da endi. Birdan kirib. Uning nurg'un vaqt ketadi degan gap. Endi kvantum kompüterci degan vaqtda ash izlamoqchi bo'lgan odamni klollab, hamma sinfga bir aql tangli kirgizdi degan gap. Mush sabablik buning hisoblash surati bek tez degan gap endi. Kvantum kompüterlar klassik kompüterlarninki farqlari va bularninki ortiqchilik va kamchilik. Albatta, kvantum kompüterlar u davada uningki kamchiligi bormi desangiz, har qanday narsaning kamchiligi bor, ham ortiqchiligi bor. Mutlaq to'g'ri, mutlaq xato, mutlaq yaxshi, mutlaq yomon degan narsa yo'q. Mükemmel To'g'ri bulamay. zaharlik, ammo foyda qilgan ayri bor degan. Shunga o'xshash. Endi bularcha degan vaqtda kvantum kompüterlar kodlarni buzishmaydi. Yangi shifrlarni buzish etishga usta degan gap-da endi. Cho'ng sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish surati tez, yangi dorilarni taraqqiy qildirish, masalan, avarayda ma'lumot berish. Masalan, bizning hozirgi sonliq nimada 1 kilometr ku deyman. 1 kilometr oraliqda. 1 kvadrat kilometr bo'ldi endi. Hoş. Ash oraliqda avarayning o'zgarishini oldini ola biladi endi. Endi hozircha degan vaqtda ashni 1 metrga tushirish degan gap. Bunda bo'lib ketgan vaqtda avarayning oldin ma'lumot berish aniqlik darajasi yuksak darajada yuqori ko'tariladi degan gap endi. Endi kvantum kompüterlarda hozir klassik kompüterlarga o'xshash o'yin o'ynayolmaysiz, YouTube'dan bir nima ko'ramaysiz, Facebook'da o'ynayolmaysiz, TikTok'da o'ynayolmaysiz degan gap. Bularning kamchilik bor degan gap endi. Amiyada bayatni dedik, to'g'ri baqa sun'iy idrok. Hozirgi ishlayotgan super kompüterlar sun'iy idrok taraqqiy qildira oladi degan gap. Taraqqiy qildirish ishlaydi degan gap. Endi texnimi cho'ng detallar sonliq ma'lumotlar kelsa degan gap. Hozirgi xabarlarda 400 terabayt debchi sonliq ma'lumotlarni. Ya'ni o'sha kvantum kompüterlari hal qiladigan sonliq ma'lumotlarning cho'ngligi 400 terabayt deydi hozir. Terabayt deb. Yani bu nima degan gap desanglar, Netflix borku. Ashunda kinoni 1 sekundda hammani tushirib bo'ldingiz degan gapda. Manda o'ylayapsan degan gap. Unda tafakkur qilsak, texnik tushunishsam bo'lsin deyapman. Ash 1 TB yetdi degan gapda. Buningda degan vaqtda hozirgi cho'ng shirkatlar nima qiladi degan vaqtda insoniyat barliq kelib hozir kelgich bo'lgan chiqargan detallar, ya'ni sonliq ma'lumotlarni hammasini ishiltib bo'ldik deb qaraydi hozir. Ishiltib bo'ldik. Bizga yangi sonliq ma'lumotlar lozim deb izladi degan gap. Endi buni qanday hal qilamiz degan gapda endi. Buni o'sha kvantum texnikasidan foydalanib yangi sonliq ma'lumotlar yasab chiqaramiz degan gap. Endi bunga sun'iy aqlni taraqqiy qildirish va moliya indisi degan murakkab bo'lgan moliya indislarini qurib chiqaradi degan gap. Bular o'xshash yanlar. Endi kvantum qaytish bu endi 4-inchisi. Bo'lib ketdi. Bu degan vaqtda buning alohid qanday xususiyati degan vaqtda kvantum qaytish deb oldim men aslida. Men kvantum munosabatlashish, ondan kvantum alohid munosabat deb tarjima qilgandim-chi buni. Ammo uyg'ur lug'atda shu kvantum qaytish deb bo'lgancha bu. Shu men kvantum qaytish deb oldim bu yerga. Agar inglizcha degan vaqtda quantum entanglement deydi. Nima degan vaqtda turkcha degan vaqtda quantum do'lanoqlik demniki aynadi. Deding. Mushlar odatda agar mushni bilmoqchi bo'lsanglar ashyadan izlab baxsang bo'ldi degan. Endi bu degan vaqtda masalan buning alohidligini bilish uchun men bir qisqa misol berdim. Yani kuantum qaytish intan kichik daraja orasida yuz bergan sirliq bog'lanish. Biz u yiroq bo'lsin, yiroqinda bo'lsin, hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, faqat bog'lanishni saqlab qoladi degan. Endi masalan bir misol oldik bu yerda. Bir sen Ahmad Japanning bir quti bor, menda bir quti bor. Bu qutini Samet Japandan bizga berdi, ikkisiga qachlab. Ahmadjon, Qoljon, meningda nima bor? Birisida oq to'p bor, birisida qizil to'p bor dedi-da.
Biz qaysida qizil top, qaysida oq top baliqni bilmadik. Men birini elib Yaponiyaga yenib keldim. Turkiyadan bu odam Ahmad Japarni birini elibchi, o'zining nimasi davlatga ketdi, Gollandiyaga, deyli. Endi Aşadet Ahmad Japarni bilmaydi, u qaysi bor buningda qizil bormi, ko'k bormi deydi. Menmi deymanda, buningda qizil bormi, ko'k bormi deb o'ylayman. Endi hal qilg'uchi kelgan. Ahmad Japarni ashni echibla to'p ko'ygandan keyin ko'k degan zamatla mening ko'k bo'lsimi qizil o'zrak degan gap. Mening qizillik xususiyatini yo'qotib, ko'klikni qildi degan gap. Agar men echibchi ko'k degan bo'lsam Ahmad Japarning qizillik, ko'klikni yo'qotib qizillik degan gap. Bu tushunish biroz ta'sirlik. Qizilligini yo'qotish deyilmay, uning ehtimolligini, ko'k bo'lish yoki qizil bo'lish ehtimolligini qoldirayotgan bo'ldi. Ehtimollik emas, mutlaq shunday bo'ldi. Ha. Bu fizikaniki echishdan ilgari uni biz ehtimol qilamiz-da. Ha. Shuni deyman. Ochgandan keyin ehtimol o'rin qolmaydi, muqimlashidan, muqarrarlashidan. Shu muqimlashlar birga men bir nenda bekaldim-ku, sizning aytsangiz, sizning muqimlashlar birga mening quqtamning ichidagini rengiga ta'sir qildi degan gap bu. U muqim. Ha. O neyadanda qoldik? Bu yerda nimaga bularning g'alati-chu bularning. Hozir tushunish andalsam tushunish intayin tas shu buni. Qanday unda bo'ldi deb qaraydi degan gap. Sen Eynishteymi buni Iroqdagi g'alati harakat deb atagancha buni. Ya unda ish mumkin bo'lamdi deb qaragan. Chuqum Eynishteyn guruhidaglar nima deydi degan vaqtda buni chuqum oldin kontrol qilib, oldin urlashtirib qo'ygan birisi bor deb qaraydi-chu bular. Ammo yana Bor guruhidagi yana bir guruh bor. Bular toki Eynishteyn o'lguncha urushgancha bular. Urushgan nimaga? Munozir qilgan ekan. Biznikilar munozir qilib bir-birini tilish munozir qildi-ku. Ammo bularcha degan vaqtda shu isbotlar bilan bir-birini qoyil qilishlar munozir qilgan urushganda. Bularcha degan Bor guruhida ya unda ish yo'q. Bu shu kvantumninki o'zining alayligi deb qaragan. Buni cho'qim isbotlagan bo'ldi deb qaragancha bular. Eynishteyn guruhi ya bu yoqqa unda ish bo'lamdi. Birisi ashni kontrol qilib, ma bo'lgan zamatlar ani vitida o'zgartirib bordi deb qaradichi. Endi nimish Eynishteyn guruhida nimish qunda dedi degan vaqtda chunki hozir kelgicha yorug'likning tezligiga yetadigan hech qanday bir narsa yo'q deb qaraldi hozir. Yorug'likning tezligi bilamiz-ku, men unutib qoldim uniki. 300 milliard kilometr deyman. 300 milliard kilometr har sekund manada. Endi oshning tez bir narsa yo'q deb qaraydi-chu hozir. Ammo yani bosh fizikchilar degan vaqtda bu yorug'lik tizmagan bo'lsa, u qanday bo'lib ashuna ta'sir qila oladi cho'qim. Bu kvantum qaytishi yorug'likning nuridan tizmangandek qiladi deb o'yladi-chu hozir. Endi mush xususiyatdan bayatdan dedik, kompyuter nihoyat tiz bo'lgan, surat nihoyat tiz bo'lgan kompyuterlarni barliqqa keltiramiz. Masalan, buni qanday ishlatamiz degan vaqtda, men kvantum kompyuterni ishlatgan bo'lsam, yana bir kvantum kompyuterni ishlatgan bo'lsa, men taq qilib yo'llab bo'lishimga havoga chiqib bo'ldi degan gapda endi u. Qarash tizga berib bo'ldi degan gap. U asharat tiz degan gap. Endi yana bir so'z vaqtda mutlaq bexatar degan gap. Mutlaq bexatar. Yani 100% bexatar deb qaraladi. Chunki bu fizikaning xususiyatidan foydalangancha bu. Tabiatning xususiyati desak bo'ladi-ku bu endi. Tabiatning xususiyatini hech nima o'zgartirmaydi degan gap. Hozirgacha anda qaraladi degan gap. Endi yana bir so'z vaqtda buni nima ishlaydi degan vaqtda texnik mukammal ishlatilgan. Masalan, oy sharidan nimaninki yer sharidan bo'lgan oraliqni qanday o'lchaymiz degan vaqtda yorug'lab o'lchaymiz-da endi. Endi manimcha degan vaqtda yorug'lik ehtiyojimiz qolmaydi degan gap. Butanni bir basdoq aniga ta'sir qilib bo'ldi degan gapda. O'lchash aniqlik darajasi nolga yaqinlaydi degan gapda endi mana xatolik darajasi.
Manyň goşy garaň. Integen. Manyň 5-ni boýsak, anyň 5 buýul diýen. Unda tepekür kıysak hemde. Mesela bu xuddi nimaga o'xshaydi? Qo'sh kezeklarga o'xshaydi. Qo'sh kezeklarning birini qo'ysak, yana birisi-chi, masalan, men Yaponiyada birisi o'qiydi, Turkiyada birisi o'qiydi-da. Yaponiyadagining birini buvini qanday bersak, Turkiyadagining buvini qaraydi degan gap. Manda o'ylagan vaqtimizda bu kvantum qaytishningki nimasini tushunish oson bo'ldi degan gap, endi. Ha, ashunga o'xshasak bo'ldi. Ammo bu yerdagi bir odam, bu yerdagi. Bu joyda ikki narsa. Endi bularningki kvantum qaytishningki bularni nima ishlatamiz degan vaqtda masalan radarlarga ishlatamiz. Bularni sin oldin qaytama deb o'tgandim kvant radarlari. Buningda Xitoy eng oldi degan gap. Jungo hukumati eng oldida buni. Poatqan kelmaydi hech nima, ammo bular isbotli hamma nimasini tajribali qilib bo'ldi degan gap. Oldin qaytim 300 kilometrga yetdi deb e'lon qildi-ku deyman. 300 kilometrga. Yani 300 kilometr ariqlikdagi narsani mush kvantum radar bilan bayqay oladi degan. Ana buningdan hozirgi amabab radarlarning qanday farqi bor degan gap chiqdi hamda. Amabab radarlarda sizni bayqaydi va sizning o'rningizni bildiradi degan gap. Bilar edi qarashtirib. Yana birisi, amabab radarlarda aeroplan uchun ma'lum bir xil ximiyalik moddalar bo'ygan vaqtida aeroplanning sirtini u radar aeroplan ko'rinmas bo'ldi, radar bayqamaydi degan gap. Chunki amabab radarlar nimaga asosan harakat qildi degan vaqtda yorug'lik bilan harakat qildi degan gap bular. Nur bilan. Ammo kvantum radar degan vaqtda unda bo'lmaydi degan gap. Kvantum radarning bayatında qo'y, amabab radarlar sizni ko'ralaydi, sizni ko'rgan bilan birlikda o'rningizni beralaydi. O'rningizni qarashtirib berib qo'ydi degan gap. Yana bir so'zga vaqtda ko'rinmas aeroplan bor-ku, ashuna deb bo'lsa ko'rinmaydi degan gap-da endi. Ammo kvantum radar degan vaqtda u ham ko'ralaydi, yana bir tek ko'rishlarla qolmay o'rningizni bildirmaydi degan gap bu. Endi buningki nimasi bormi degan vaqtda bor, buning bu kamchiligi. Hozirgacha tadqiq qilyapti. Bu degan vaqtda aeroplanni ko'rdi, bir aeroplan keldi deydi. Ammo u aeroplanning butun holatda qanday aeroplan ekanligini sizga to'liq ifodalab berolmaydi, bu bir. Ikkinchisi, u aeroplanninki hozir siz bilan bo'lgan oraliqi qanchalik, qayerga ketib bordi deganini bildirolmaydi, bu 3. Ikkinchisi. Ikki kamchiligi bor degan gap. Agar buni hal qila olasiz degan vaqtda, radarlarning hammasi shonlikda degan gap-da endi bu. Hozir oldin qaytim 10 kilometrni nima sinab qilgan? Kanadami dunyoda oldinga ketib kvantum nimasini tadqiq qilayotgan davlatlarning ichida eng oldinda turayotgan, oldinga ketib qolganlarning birisi. Kanada 10 kilometrga yetdi deb e'lon qilgan vaqtda Jungo hukumati degan vaqtda 100 kilometrga yetdik dedi. Keyin yana bir tahdid qilgan zamonlar bizning 300 kilometrga yetdi dedi. Mana shu 300 kilometrga yetganlikka yo'q. Qo'shliq qilgan bo'lsa-mu, uningga yarasha bor degan gapda, endi masalan 200 yetgan bo'lishi mumkin. Nima ish qildi desa degan vaqtda, masalan, maqatim 2022 Nobel mukofoti olgan bir odam bor edi. Ashuna 3 odamning ichida birisi mushu Jungo hukumatining qurgan shu tajribaxonasida xizmat qilgan 2017 gacha. Bizning Shuhratbek Mushadni qilyapti-ku. Bularning harakat prinsipi qanday degan musharat buni demasak bo'ldi endi. Endi mavzu degan vaqtda bayatdan radar. Endi mavzu degan vaqtda aloqalashish. Quantum telecooperation, ya'ni kvantum aloqasi degan gap. Endi buning alaylikcha degan vaqtda bu sizningki shu so'zishninki mutlaq bexatarlikni saqlaydi degan gap. Ya'ni sizninkini hech kim masalan mayli bo'lishi mumkin meningda. Mana qaraylik masalan mana. Mana qarab vaqtda
Мәсәлән, A адам белән B кызчак параңлашып атыды, әмма A'дагы C кызчакчы аны аңлап аңлап бар дигән гәп. Хәзерге эшләтеп аткан телефонларыбызның һәммәсен аңлаймын дисә аңлый алай дигән гәп. Мәсәлән, Төркиядәге istihbarat kelib, milliy mitning odamlari kelib. Men bu odamning telefonini jigin to'sat anglayman desa, o'sha avval tasdiqni oladi davlatdan. Undan keyin o'sha nimaga berib, telegraf shirkatiga berib, o'sha hamma nimasini oladi, anglaydi degan gap. Bu qig'in yana birisi bu bir ikkinchi so'zi qonunsiz anglay olasiz degan gap. Deb qo'ymay anglayaversiz degan gap. Buni qig'in bo'ldi degan gap. Qig'in bo'lmaydigan ish yo'q. Endi ma quantum texnikasi degan vaqtda bu mutlaq degan gap. Bunda anglayolmaysiz degan gap. Agar anglashga urinsangiz degan vaqtda seni biz anglayman deyotidi. Bu mayada deb sizning o'rningizni sizga uni deb qo'yishdan birga sizning o'rningizni belgilab birdi. Aloqa musofsiz bo'ldikinde. Musofsiz bo'ldi ham. Ham mutlaq bexatar bo'ldi degan gap. Bu 2017-yili 2018 yaqinda qilgan tajribachi bu nimada Mong'oliya bilan ichki Mong'oldan hozirgi Xitoyning tutishgan chegarasi bor-ku. Hali Qurban To'ng'ut qumliqmi degandek. Ashyoda tajriba qilingancha bu. Bu tajriba haqiqiy bo'lgan emas, tajriba emas bu. Hech qanday bir davlatda bunday e'lon qilib boqmadi. Mush saada eng oldi deganning sababi mush degan gap. Yani isbot bu. Yani mayliqi mening bir xarakterim bir nima degan bo'lsa, ashunga isbot bormi? Ya'ni isbot degan data degan gapda. Sonliq ma'lumot bormi? Sonliq ma'lumot bo'lsa, uni analiz qilaman, uning asosan hukm qilaman endi. Yo'q narsani qilmaysiz degan gapda. Chunki ma'ni bir oldin o'rinda ketib bordi deyishimdagi sabab bu. Mana isbot bor. Boshqa qilgan isbot bormi? Yo'q degan gapda. Okay, endi bizningki munosabatlik bo'lganlik uchun men chiqarib qo'ydim degan gap. Endi Jungo hukumati kvantum aloqalashishni, sun'iy aloqalashishni qilib qolmay, buningki aloqalash markazlarini qurib bo'ldi degan gapda endi. Masalan, mana qarasanglar, bizningki Janubiy tog' rayonida bor, Urumchininki qurib bo'ldi. Degan. Andima Shizan rayonida degan vaqtda u yerda harakat muqim qurmay harakatlik holatni bor. Qolsa 4-5 yerda bor degan. Endi buni alaylik nima degan vaqtda, masalan, shu ichkirda turib, masalan, avvada Beijingda turibchi. Beijingdagi bir harbiy telegrammani bizning Urumchidagi Janubiy tog' markaziga yo'llagan vaqtda uni hech kim uni alishamaydi degan gap, tatib olmaydi degan gap. Mutlaq bexatar degan gapda u. Hozir telefon va torchot degan vaqtda uning ishonchlik darajasi tuyan ham o'g'irlanish ehtimolligi bor degan gap. Ammo menimcha degan vaqtda o'g'irlik ehtimolligi yo'q degan gap. Okay. Endi ikkinchi bir nimamiz keldi, cho'ng tema keldi, qonun maxfiylashtirish, shifrlashtirish degan gap bu endi. Endi bu hozir biz ishlatib kelayotgan maxfiylashtirish, masalan, Facebookning maxfiy nomeri kirgizmaymiz, Telegramning hamma nimasi kirgizmaymiz, Instagramni kirgizmaymiz, Gmailni kirgizmaymiz degandek. U maxfiylashtirishninki, maxfiy nomer kirgizishninki oq tarafida borchi uning formulasi. Biz bu yerda o'zimiz bilgan sanni kirgizib qo'ygan bilan uni uzun bir maxfiy nomerga aylantirib saqlaydi-chu oq tarafida. Shifrlash, maxfiylashtirish saqlaydi degan gap. Endi hozir kompyuterlar, klassik kompyuterlar, men klassik davrman, hozir biz ishlatgan normal kompyuter hozir. Klassik kompyuterlar degan vaqtda u maxfiy nomerlarni etish ehtimolligi bor, ammo bir maxfiy nomerni ochaman desa, sen bizda Facebooklarninki ba'zi shaxsiy odamning nimasini ochaman desa, 3-4 soat ketishi mumkin-da endi bir normal kompyuterda. Ammo idora organ, harbiy holatniki, davlatning nuqtali o'rinlardagi shifrlarni ochaman desa-chu. Uning 20 yillab, 30 yillab vaqt ketishi mumkin degan gap. Ammo kvantum kompyuter degan vaqtda uni necha sekundda yechib oladi degan gap.
Yana bir so'z yoqda kvantum kompyuter uni echibli qolmay, yangi o'zi xos maxfiy shifrlarni qura oladi degan gap. Buni men odatiy kompyuterlar menga ocholmaydi degan gapda hamda. Portlab kompyuterning umri yetmaydi degan gapda hamda. Unday desaq. Ana men dedik odatiy kompyuterning ishlatish prinsipi bitni ishlatadi, klassik kvantum kompyuterlarda to'xta kubitni ishlatadi degan gap. Mana bu yerdagi entanglement degan bayatdan kubit shaklda bo'ldi. Bu bir tal fotonni yoki bir tal elektronni muayyan bir bosqichlarda o'tkazish orqali uni ikkiga bo'lamiz degan gap. Shu orqali birisi A, birisi B bo'ldi degan gap. Birini taqqa chiqaramiz, birini bag'da qo'yamiz degan gap. Bu ash entanglement hosil qilishning prinsip ashi degan gap. Yani bularning ishlash prinsipi shu degan gap. Qarang, ham 0 ham 1 bo'ladi-ku mana hammasi. Ko'rinadimi? Endi men texnikada meni ko'ra olamiz degan gap. Ma kvant kompyuterlar ammo kvant kompyuter bo'lib qolibdi oyda. Ma bir musalla turdi bu odatiy kompyuter, ma klassik kompyuter demak kvant kompyuter bo'lib qolibdi. Xafa bo'lmaysizlar. Endi mana yana bir ma'noymen. Qarasak klassik kompyuterlarcha yoqda mana. Birdan mana degan gap mana. Ammo kvantum kompyuterlarcha yoqda 4 bitni tanglamandir degan gap. Bayat misol qildik qo'ylik o'quv bilim yurtidikini. Maktab modulning tazliq tekshiga ochib shuni unutib qoldi degan. Odatiy kompyutercha hamma har sinfga birdan qaytib kirib, ochishni izlab chiqadi. Uning ketgan vaqt bilan hamma sinfga tangli kiriblar, ochishni kirib tangli chiqish osonmi, qaysi oson degan gapda, qaysi oz vaqt ketadi degan gap. Mavanda kvantum shifrlashtirishninki misoli degan gap. Klassik kompyutercha degan vaqtda bardo qaytadi. Ya A bo'ldi, ya 0 bo'ldi, ya 1 bo'ldi degan gap. Hamda nima degan vaqtda masalan men sizdan Ahmad Japanni paranlashgan vaqtimda klassik hozir telefonlar qilaman, u bevosita bor degan gap. Uni oraliqda anglayalamda, anglayamamda. Anglabasi kim anglaydi, uni men bilmayman degan gap endi. Ammo kvantum aloqalash degan vaqtda, maxfiylashtirish degan vaqtda men Ahmad Japan bilan telefon qilaman. Ikkimizning telefoni muayyan bir nuqtada kelib birlashadi. U nuqtadan ikkimizga o'rtaq bir shifrni qaytarib turadi degan gap. O shifr bilan besib unga aloqalashimiz degan gap. Buningga hech kim teshidan yoki ichidan daxl qilmaydi degan gapda endi bu. Buning ishlash prinsipi shu degan gap. Ana bularninki madaki QKD degan bir shifrlashtirish ochiq taqsimlash degan gap bor. Bayat negimizda-ku ochiq taqsimlashning ikki usuli bor. Hozir dakilayotganimiz degan vaqtda Ahmad Japanning meningki bir narsa yo'llagan vaqtimda u yo'llagan narsamninki maxfiy nomerini hammadan biladi. Ammo Ahmad Japanning o'zining xos maxfiy nomeri degan gap. Osh maxfiy nomer bilan kirib turib, meningkini qabul qilib o'qiy oladi degan gap hamda. Bu echitilgan maxfiy nomer. Yana bir so'zga vaqtda bayat deganimizdek men bir yerga yo'llagan uchurimni bir nuqtaga yo'llayman, Ahmad Japanning bir nuqtaga yo'llaydi, Ahmad Japanning bog'landi u nuqtaga. Uningkin u nuqtadan bizga o'rtaq bir uchur, o'rtaq bir maxfiy shifrni aytib berdi, maxfiy nomerni aytib berdi. Men yo'llamoqchi bo'lgan uchurimni shu maxfiy nomer bilan birlashtirib yo'llayman. Ahmad Japancha qabul qilgan maxfiylashtirish nimasidan men yo'llagan narsaning maxfiy nomerini chiqarib yutadi, undan meg'iz qoladi degan gap. Manda desaq, men bir qog'ozdan birini yo'llab berdi, o'xshash. A4 qog'ozdan, Ahmad Japanning A4 qog'ozini aytib berdi. Men uchurimni hammasini A4 qog'ozga alayda A4 qog'oz o. A4 qog'ozga o'rab yo'lladim. Ahmad Japanning o'zidagi A4 qog'ozdan men o'rab yo'llagan A4 qog'oz o'xshash bo'lg'achqa. U A4 qog'ozni yana qilib olsa, u A4 qog'ozni o'ziga tortib olib oladi. Nima qiladimda? Men yo'llamoqchiga uchur qiladi-ku. Shunga o'xshaydi. Bu meyadagi yana bir narsani qo'yish, ochiq taqsimlash degani buningki BB84 deydigan kelishimnomasi bor. Bu xalqlarda shu kelishimnom bilan qiladigan gap. Buni bilmay, kvantum texnikasini buni bilmasang bo'lmaydi, bilmaslik bo'lmaydi deb, shu ma'no azroq qilib qo'ydim. Bu muhim emas, bilish kerak degan gap. Endi BB84 kelishimnomasi deb kelishimnom bor. Bu kvantum maxfiylashtirishning o'ltashi deb qaraydi-ku buni. Endi BB84 degan nimani ifodalaydi degan vaqtda BB degan ikki odamning ismlarining bosh harflarining BB'si bo'ldi.
Mesela Charles Binet bilen Gilles Brassens degenniki. 84 degan zat 1884-yilda degan. Qaranglar 1984-yilda başqa bu kelişimnamyzy imzalap döwletler degendik. Qıpla degan. Biz texi xeli bir degan. Endi ma bayatdan alaqlı iş degenimiz. Endi bularning ishlash prinsipi degan vaqtda qarasang hareketni bolmama ekran qiladi. Mana resim bor. Ana yo'llagandan keyin badi ana yo'lladan ana badi dengipdi. Mana yo'llagan zamatlar hech qanday bir to'salg'isiz, hech qanday bir ulanish yo'q, bevosita bor dengipdi. Bu bayatning entanglement nuqtasi dengip. Endi nima uchun mutlaq mexatar degandik bayatdan deb boldik. Bu fizikning qonuniyati, ya'ni tabiatning qonuniyati orqali bo'lganlik uchun bu mutlaq bexatar deb qaraldi. Yani bunu küçüğünü bulmaydı, birisi anlı jaslık qilgani bulmaydı degandek. Bu xuddilikki masalan men Ahmad Japanning bir xat yolladım. Ahmad Japanning o'zining men bergan shifr bilan kirgizib, ochni ochdi. Agar boshqa odam echishga urinsa degan vaqtda, uning ichidagi bir xil gaz, bir xil rang, bir xil suyuqlik deyli. Suyuqlik to'kilibla xat echilib ketib, u xatning hammasi yo'qolib hukmdan oyliq tezlikda dengibdi. Ko'rmaydi dengib. O'xshatsak. Endi yana bir ko'chirilmaydi dengib. Buni boshqalar sizningki qilgan narsangizni turibdi, mana bu kvantumni entanglement quribdi, ya'ni kvantum qaytishni quribdi. Men mana shunga o'xshashni bir qurib qo'y deb unda quranmaydi dengib. Hozir chiqamaydi. Endi kvantum internet qurilib bo'lamadi-ku tag'in. Davlatlar sinab qiladi, Yaponiya sinab qildi, ikki shaharning orasida turib videolik ko'rishishlarni sinab qildi dengib. Sinab qilinyapti degadim. Agar mushlar yuz bersa degan vaqtda bizning to'rimizning bexatarligi va boshqa aloqalarimizning bexatarligi kapolatga ega bo'ldi dengibdi endi. Ana bayatdan deb qo'yamiz, kvantum shifrlash yo'q. Kvantning sirli xususiyatidan foydalanib turib chiqqandik. Endi kvant sezgisi degan nima degan vaqtda kvant sezgisi shu bayatdanki kvantum qaytish nimasidan foydalanib yasalgan deganda. Endi buning alohidaligi nima? Buni nimaga ishlatamiz? degan gaplar chiqadi hamda. Bu odatda biroz tushundirish biroz nima deymiz? Boshqa siz tushungan narsani manda bo'ldi desak bu aniq bo'lmagan narsa bo'lgandan keyin kallada bor, amaliyotda tafakkurda bor, ammo aniq qo'ldan tutib bo'lmagandan keyin buni tushunish bir qadar nim bo'ldi-ku, qiyin bo'ladi degan. Endi siqilgan nur degan nima degan gap desanglar, bir masalan siz bir tushukni o'tmoqchi bo'ldingiz deyli. Bir tushni o'tamidingiz. Unda qanaqa qilsiz? O'zingizni kichikiltib tushni qislab o'tab ketasiz-ku. Endi bumi shu nurni yorug'likdagi bir fotonni ashunda qisalamdiq deb o'ylaydi-ku bular. Ashunda qisish orqali o'tkazsa qanday bo'lar? deb o'ylab siqib chiqarilgan nur degan nimani o'ylab o'tirib qo'ygan. Endi mana kvant aralashi bayatdan qarash kvant entanglement, ya'ni kvant qaytishniki nimasi bo'ldi. Bularning nimasi, bular nima ishlatadi deyapti? Texnik yaxshi o'lchash. Endi bu yerdagi o'lchash degan vaqtda masalan vaqt farqini o'lchash degan qaratilmaydi. Keyin materialistlikni ko'ramiz keyin hayotımızda. Miyadagi o'lchash shu vaqt farqini o'lchash degan gap. Ya'ni birini qo'ysak, yana birisiga ta'sir qilishni degan gap. Endi yana qolgan kvant sizishni qo'llanishlari bayatında o'ltir sezgir magnitlik senzor. Endi buning nimaga alohidaligi bor desa, shu magnitlik, ya'ni har qanday bir narsa magnitlik xususiyati bor deb qaraymiz-ku biz. Az bo'lsin, kichik, cho'ng bo'lsin, magnitlik xususiyati nima ish qiladigan vaqtda u atomdan tuzilgan. Atomning ichida elektronlar bor degan. Bu bor elektron bor degan gap, tok bor degan gap. Tok bor degan gap magnit maydoni bor degan gap. Shu musholatni nima deyman? Buni bu sezgir o'ltir sezgir nima ishlaymiz degan vaqtda, kvant sezgir nima ishlaymiz sizish degan vaqtda, men sezmaklikqa unda birini chekib qo'y sezimchilikni bildirdi men. Endi cho'ng mingninki faoliyatini
ilgari qaragan texnik təfsili görələyimiz. Bu yoqda çoğu miňizningki hareketlenişini siz eləysiz degan gep. Her bir hareketini təfsili görələysiz degan gep endi. Yani bunun nima alaylik var yoqda? Masalan, çoğu miňrak oqpaga wagtida masalan anlagan şu miňraki. Aş rakninki näde qanda payda boldy degan gep? Aşnyň rakninki bir hüjrenin özgürişi. Biraz şoňa aýtgan wagtda hüjrenin buzuluşydan u hüjrenin köpüýüp texnimalyky ämlet normal köpüýüşden anormal ýani normal köpüýüş ötep ketgen wagtida u rak bolýar, o rak bolap ketgen gep bu. Aşny hüjre haldyda sizäleýdi degan gep bu. Unda wagt nima boldy diýipdi? Ay rak peýda boluşdyky birinji hüjre haldyda ötdireläýmiz degan gep any. Eger müşterek gazdanda. Onun geniçe yuqary narxyk yol başlaş sistemasi degan gep. Hazır mesela hazır GPS'ler qaraň tagalygyrak raýonga basy işlemey kaldy-gy. Dengizden çuňkurak kirsek işlemey kalady-gy. Indi baýatynky kvant geçiş degan panny buny mutlak işleýän kıla alaýmyz degan gep. Hem ýer işleýän kılaýmyz degan gep. Endi ýer asty baýlyklaryny çarlaş, dawalaş süretleriň togrulyk dersini aşyryş degendek MR degan bir näse bar, MRI. Bedendeki bayat negimizde şu miňininki yani bedendeki hüjre haltyda gösterýär degan gep de bu. Bu sizinki kesellikiniz hüjre haltyda baýqay alaýdy we aşalyky derhal hujum kılıp o hüjre haltyda ýokdalaýdy degan gep. Çünki kesellik hüjre haltyny çoňuýup sizi täsir kılýarça siz uqlamaýsyz degan gep. Aşy paýda bolganda ýokdalaýmyz degan gep de endi bu. Terakkyp kalsa. Manlanymy güzel kurasan. Endi kvant biologiyasy degen nima diýýär? Bu jallyklaryň içinde ýüz berýän kiçik dünýä hadiselerini düşündirdi. Mesalan, kuşlarynki özüninkiligi ýönelişini bilip gaýta alyşy, mesalan bir ugysyny gaýtyp kiläýär go bular. Onikin janapdan weýa şimaldan janapga degende uçalaýdy degan. Kuşlar jallyklaryňki aşo bir ýönelişden ýani bir ýönelişni fark etýärleşi degan gep. Ularnyňki miňisçe diýe wagtda magnet alaky elektromagnet indeksiz badap garaýdy şu anda elektromagnet badap garaýdy degan. Aşny arkaly ýer şarynyň magnet nimisilen hususiyeti bilen bularnyň kuşlaryň miňislik magnet hususiyeti arkaly kuşlar aşo özüniň ýönelişini belgiläýär dep garaýdy şu. Eger muş biologiýa tehnikasi muş terakkyp galsa diýe wagtda tehdim alaky nima parxutlarynki, aýryplarlarynki ýol başlaş sistemasinden tehdim ýaxşy jary kıldıralım dedim. Ankine fotosintez alaydık denge bulama şu hazırki kuantum texnikasininki hususiyetleri paylanıp kelgen dep garaýdy. Yani kuantum geçiş degendek näs. Aşlar arkaly asly buldy dep garalap atdy endi. Ulan tadqiqat basqyçyda bulamy. Mana kuşlaryň ýöneliş kuantum geçişi degendek baýda söýlep boldyk. Onunkinde Fermat indeks kuant efektiki. Baýatynky fotosintezdanki kuant tonel. Baýatynky kuant tonel efektini söýlep boldyk. Aşy arkaly ýüz berdi dep garap atdy deňgi. Yani adam bedenindeki nurgun himilik özgürişler, nurgun näselerin özgürişi muşu kuant tonel arkaly hususy aşynda alet ýüz berdi dep garap atdy hazırda. Yani miyat ýokda muş biologiýany öwgende gala biologiýany kuantum biologiýasy diýip öwgense tehdim istiqbaly bar dep göçüşim bilen çykardym deňgi. Mana meýerde goýdum kuantum biologiýasy tehnikçilik tadqiqat basqyçy ýaş bu tadqiqat sagasy şu bu. Bununla eger yani fursat naýat güçli deňgi bunun terakki bilen emdi başlandy deňgi. Demdi bu. Endi kuantum alem. Kuantum alem degen şu biz kiçik mikro alem bilen makro alemni. Endi bu nimiş bu ýerde söýlep galgyny diýe wagtda hazır mesalan Ýewropa ittipaky bilen Juңgo hökümeti iki çoň tadqiqat merkezi kurup atady. Muş kuantum tehnikasida. Birisi şu diýe wagtda Ýewropa ittipaky 20 milliard meblag salip kuantum tizletgich elektron tizletgich degan bir näse tajribahany kurup atady.
buni agar masalan serin CRENO deyman. Serin deb bassanglar, Yevropa ittifoqining hozirgacha 20 yildan ishlatilayotgan bir tadqiqot markazi bor. Quantum elektron tezlashish markazi degan gap. Uning uzunliqcha degan vaqtda, aylanmasi degan vaqtda 20 kilometrcha. Endi bu qatimcha degan vaqtda ular yana 20 milliard mablag' silib, undan cho'ng bo'lgan, yangi bo'lgan, texnikalik bo'lgan nimani qurib oladi degan gap. Ularning tadqiqot nimasi nima degan vaqtda qora yunkir bor, biz ko'rib kelayotgan, anglab kelayotgan. Ash qora yunkirni energiyaga aylantirish degan gap. Bu tadqiqot yig'inchoq aytgan maqsadi mushu. Endi Jungo hukumati qurayotgan joylar BRICS bor-ku, BRICS ittifoqi. Jungo hukumatiniki. Ular degan vaqtda Xitoy 100 milliard mablag' soldi bunga. Bularniki az nima uchun kvant elektron tezlashish o'rnining degan vaqtda 100 kilometr degan gap. Buningda deyish oson bo'lgandan uni qurish 10 yillab vaqt ketadi degan gap. Agar normal qurman desa. Agar iqtisodingiz ko'p bo'lsa, texnikangiz yuqori bo'lsa, texnik tez qura olasiz degan gap endi. Masalan, Xitoyning 5 milliard mablag'ni o'zi chiqadi. 100 milliardniki. Qag'in degan vaqtda BRICSniki atrofida yugurib yurgan yaxshi davlatlar bor-ku, endi. Hozir Turkiya ham chaponni ko'tarib shak beryapti degan gap. Endi ağaçlar çaçır degan gap endi. 1 milliarddan chiqirdi yoki 2 milliarddan chiqirdi degan gap endi. Agar uning maqsadi nima degan vaqtda, ash protonning ichidagi neutron DD degan ikki narsa bor. Parcha zarrachalar bor-ku. Ash kichik zarrachalarningki atomlar suqashgandan keyin degan vaqtda ash kichik zarrachalar parchalanadi-ku, ashlar. Endi degan vaqtda ağaçlarni biriktirib biz, ya'ni moddani energiyaga aylantirdi. Endi energiyani biz moddaga aylantiramiz yoki moddani energiyaga aylantiramiz degan gap. Agar uni qila olsa, uning maqsadi ashni qila olsa qanday bo'ladi degan gap chiqdi endi. Mush ko'zi ko'rgan har qanday narsani energiyaga aylantira oladi degan gap. Masalan, bu telefonni energiyaga aylantira oladi degan gap. Alaydı degan shaklda deyilamdi yoki ishonib bo'lgan energiyani topalaydi degan shaklda tushunadi. Maqsadi shu. Biz hozirgacha har qanday bir narsaning energiyasi bor deb qaraldi-ku. Ha. Endi degan vaqtda har qanday narsaning energiyasi bo'lsa, u energiyani moddaga aylantira olamiz. Ya'ni moddani energiyaga aylantira olamiz. Ikkisini bir-biriga aylantirishda qanday bo'ldi? Deb maqsadi mushu. Agar o'sha g'alaba hozircha bu planda 2030-yilgacha o elektron tuzlatgichni qurib bo'lmoqchi. 2030gacha. 2030 qurib bo'lsa, undan keyin tadqiqot kirishida endi. Ularning plani ashunda degan. Endi quantum mexaniksning falsafalari, quantum mechanics degan nima, u degan nima, falsafa degan nima degandek narsalar bor. Bular degan vaqtda shu falsafadan chiqish har qanday bir fizikchi, har qanday bir tadqiqotchi bo'lsin, ma'lum bir sohada yetishgan odam bo'lsalar, shu magistrlikdan yuqori o'qigan bo'lsalar, bular falsafadan qutulmaydi degan gap. Falsafasiz pensiz falsafa bir-biridan ayrilmaydi degan gap. Biznikilar ayirib etgan bilan ammo bular ayrilmaydi. Mutlaq bir-birini ilgari surdiki, bir-birini chekindirmaydi degan gap. Ya'ni falsafa degan vaqtda reallik rastlar, shuningdek rastlar reallik mavjudmi? Ishlar kuzatilmaganda bekitiladi. Masalan, Einstein deb qaradi degan vaqtda bayatindaqu bir narsani bayatindaqi yorug'likni masalan bir kamera qo'yib qo'ysak, sensordan birini qo'yib qo'ysak, bularning ikki yiroqda o'tgan oldiki normal o'tadi degan dedik-ku. Agar kuzatmasak degan vaqtda ular o'zining xususiyatini ifodalayotdi. Ham to'lg'inlik, ham zarrachilik degan gap. Einstein dedi, "Voy turibdilar, bu qanday gap bu? Men kuzanni osmondagi oyni kuzanni yetib olsam men osmondagi oy yo'qolib ketamdi" dedim. Ashuna o'xshashlik gap degan gap bu. Bu aqlga sig'maydigan amaliyotda.
Siz siz uxlab qalsangiz kun uyg'oq ketamdi. Yo'qmaydi degan gap. Endi kvantum texnikasi nima dedi degan vaqtda, ko'zingni yetib olsang, kun uyg'oq ketadi, ko'zingni yechib olsang, kun bor degan gap. Shu anaqa tushunish texnimi anaqa test degan gap buni. Buning uchun anaqa texnimi yaxshi bo'lgan tafakkur usullarini qo'llanish kerak degan gapni. Endi falsafani biroz usul nimalar bor, bu yerni ozroq qo'ydim. Bularni o'zinglar kvantum bilan falsafaning qanday alaylik, qanday farq, qanday munosabati bor, qanday farqi bor deb izlab baxsanglar nurg'un narsa chiqadi degan gap. Odatda ChatGPT'larni ishlatayotganlar bor. Ashli mushlarda narsaga ishlatib texnimi uyg'urcha yozsang tex yaxshi, uyg'urcha tunidamiz hozir. Qancha ko'p ishlatib bersangiz uyg'urchaning mukammallashishi shuncha yaxshi bo'ladi degan gap. Tunish ehtimol. Chunki ChatGPT va boshqa narsalar jo'yadigan vaqtda siz uyg'urchani to'g'ri kirgizsangiz, ashuni saqlab mingisi bor, saqlab oladi uni. Boshqalarni kirgizsangiz, ashuni siz nima kirgizsangiz, ashuni hammasini saqlab mana degan gap. Qancha ko'p kirgizsangiz, sizning uyg'ur tili bo'liq shuncha ko'p bo'ldi degan gapda unda. Endi falsafa bilan ma'naviyatning bir narsa. Falsafa shu logikalik analiz qildi. Endi ma'naviyat deyapti. Ma'naviyat deganimiz masalan cho'nglarning tajribasi, o'ylaganlari, cho'nglarning yashaganlari, yashamishlari degandek-ku. Bular odatda o'zining tajribasiga ahamiyat bergan, tajribasini asos qiladi degan. Endi ilm fan bilan bo'lgan munosabat degan vaqtda bir-birini ilgari surdi. Bir-birisi bilan qarshi holatda kelmaydi degan. Qarshilik kelmaydi demaymiz, ammo kvantum texnikasi qarshilik kelib qoladi degan gap. Ba'zi narsalar. O'ylaganimizda, bu bunday emas-ku deymiz, amaliyotda anda bo'lib qoladi. Shuni o'zim birisining nimasini red qilayotgandek bo'lib qoladi mana. Endi kvant o'lchash degan narsa mana metrologiya, ya'ni metr bor-ku bizning o'lchaydigan. 1 metr, 2 metr deydigan. Ashunda o'lchash ham bu. Bayatdan o'lchash degan vaqtda u farqni o'lchash. Masalan, men pangda bir yugurish yo'q 100 metr. Unda o'qni otdim. Pang qilib o'q chiqargandan keyin, birinchidan qulog'iga ovoz kirish bilan hammadan har qaysi yugurgan yetadan bo'lsa, yetadan qulog'iga ovozning kirish o'xshamdi vaqti. O'xshamaydi degan gap. Bayatdan deganimiz o'lchash shu o'lchash degan gap. Sensor degan gap. Endi ma'lum o'lchash degan joyga vaqtda ma'lum 1 metr, 2 metr, 3 metrdagi o'lchash degan gap mana. Endi hozirgacha bizning metrlar qarasak, amaliyot turmushini ishlatgancha millimetrga birligi. Eng kichik birligi millimetr. Tajriba xalliga borsaqcha degan vaqtda 1 millimetrni nechiga bo'ladi degan gap, endi. Endi kvantum texnikasi degan vaqtda buni nanometrga tushirdi degan gap. Masalan 1 metrni biz 10ning -9 nanometr bo'ldi-ku. Nanometr texnikasi bor-ku. Ashi degan gap. Ashunda kichik holatda degan gap, endi. Sen bir tal atomning bir tal elektronining cho'nliqcha degan vaqtda 10ning 15 mikrometrga bor degan gap, endi. Nima? 10ning -15 metr bo'ldi degan gap. Bu nima degan gap desang, shu 0.1 nanometr bo'ldi degan gap, endi. 0.1 ma'noda. Endi buning taraqqiyot nimani ilgari surdi degan vaqtda bayatni deganimizdek, har bir hujayraning cho'nliqcha 1 nanometrdan cho'ng bo'ldi. 1 nanometrdan cho'ng bo'ldi-ku odamning badandagi hujayralar. Agar biz taraqqiy qilib 0.1 nanometrgacha ko'rsatalasak-chi, 1 nanometrlik nimani biz bunda bir stakonni ko'rsatayotganda ko'rsatamiz degan gapda hujayrani. Unda bo'lgan vaqtda hujayraning nerda o'zgarish bo'layotganligini bilalaymiz degan gap. Uning bayatligidek rak kasalliklarini oldin sezib, ularni oldin bir davolayamiz degan gap, endi. Unikida yangi moddalarni bayqash deganda, qanday degan vaqtda masalan, hozirgi o'qitmas kiyimlar biroz eg'ir-ku, balki 500 grammga tushdi-ku deyman hozir. Uni teg'dimmi yenik, ammo teg'dimmi o'qitmas darsini yuqori ko'tarish. Qiyg'in bo'lamdi degan vaqtda, hozirgi yangi moddalarni bayqagan vaqtda qiyg'in bo'ldi deb qaralyapti degan gap. Buningga ximiyada o'qigan, ashuni qiziqadiganlar bo'lsa, turlarni izlab baqib nurg'un tajribalar bor degan gap, endi.
Endi kvant materiallari degan ma'ni bir moch birimlar bor buningda. Bayatdan deganimizdek, aş kvant nimalardan materiallardan paylanib, sürkülüşni ajratgan bo'ldi degan gap. Mesela poyezd bilan poyezdning relsning oralig'ini sürkülüşni ajratgan vaqtida az energiya bilan tez mang'alaydi degan gap endi. Ashunda vaqtda Qashqardan Urumchiga bo'lgan varliq qancha bo'ldi qisqaraydi degan gapda. Endi yana bir so'zga yuqori energiya tok ketkizish degan gap. Tok ketkizgan vaqtda nurg'un yo'lda nurg'un toklar isrof bo'lchi, buni fizikadagi elektr qismini o'qiganlar texnik yaxshi tushunadi degan gap. Her qanday bir simning qarshilik bo'ldi. U qarshilik qancha kichik bo'lsa, u tokninki yetib berish persenti shunchaki jiq bo'ldi degan gap. Qarshilik masalan 10% bo'lsa, 100% tok yo'lisa 10% 90% bor degan gapda endi. Endi manimcha degan vaqtda qarshilikni qancha tuvan bo'lgan yangi mahsulotlarni hosil yasay olsak, u tokninki texniki yuqori persentga yetib berish, masalan, qarshilik 1% tushirsak degan vaqtda 99% energiyadan foydalanamiz degan gap. Uning kelincha vaqtda bayat deganimizdek nanotexnikasini yasay olsak, uni texniki yuqori suratda hisoblaydigan, ham issiqlik bardosh bera oladigan kompyuterlarni yasalaymiz degan gap. Men kvantum mexanikasidan nisbiylik nazariyasi degan bir narsa bor. Balkim anglagan bo'lishi mumkin Einsteinninki. Mush ikkisiniki hozirgi asosliq cho'ng bir temadan birisini ketib bordi degan vaqtda, mush nisbiylik nazariyasi bilan kvantum mexanikasini birlashtiradiq yo'qmi? Ya'ni fizikning eng oxirini keltiradiq deydi. Eng oxirgi bayqashni qo'lga keltiradiq deydi. Aslida fizika bir yerga berib bo'ldi deb qaraganchu aslida. Ammo bu kvantum chiqqanni yaxshi degan vaqtda, to'g'ri, bizda xeyli bir yerda ekanmiz. Deb yana bir boshni tadqiqotlar ulug' ko'tarilib degan gap. Endi shu nisbiylik nazariyasi bilan shu kvantum mexanikasini birlashtirib biz oxirgi bir nazariyani o'tirib qo'ya olsak, bizningki nishonimiz hamma narsani bilgan bo'lamiz deb ashna yurish qiladi-chu. Amaliyotda bu unda deyish oson bo'lgandan unda nima oson emas. Mendagi bayatni dedim men Jingo hukumatda qilayotgan emas. Mendagi i-dan MIC ekan-ku, MC ning kvadrati. Aşı i'ni biz moddaga ko'ndiradiq, moddani i'ga aylantiradiq deydi hozir. Bu formula, bu tajriba formula bu. Amaliyotda ashni aylantirish masalasi bor endi. Agar ashni hal qila olsa, nurg'un ishlar bo'ladi. Bundan keyin bag'ansiri energiyaga bo'lgan ehtiyoj G-sizlik bo'yicha eshitmadi-chu. Grafik G-sizlik bo'yicha eshitadigan bir nima bor. Biroz eshib berib, shunday yuqori ko'tariladi-chu. Hozir energiyaga bo'lgan ehtiyoj shunday hisoblangan. Kimning energiyasi kuchli bo'lsa, jiq bo'lsa, kimning energiyasi texnikasi yuqori bo'lsa, shu hukmron degan gapda endi bu hozir dunyoga. Okay, mayada kvant elektron dinamikasi deb hozirgi bir kvant elektron dinamikasi deb bir nima bor. Har qanday bayat dedim men elektron bo'lganlik narsada uningda magnitlik xusudi bor deb. Endi shuningdan kvant elektron dinamikasi degan bir nazariya bor-chu. Mushni o'tirib mushningda asosan birlashtirilgan az bir qism ahvollar bor degan gap. Az bir qism degan. Undayliq muqimlashtirib qilib bo'lmaydi degan gap. Endi kvantum texnikasining kelgisi degan bayat 5 bosh temasi edi buningda. Endi buningki qanday o'zgardi degan vaqtda har xil kasalliklarni baldur bayqash va ularni taraqqiy qilishning oldini olishni ilgari suradi ham shuningga xos holda yuqori unumi yuqori bo'lgan yangi dorilarni taraqqiy qildirish ashlarni yasab chiqishgan intayin foydasi ko'p degan gap. Endi bu yana bir so'zga muhit masalasini hal qilish degan gap. Yoqilg'i energiyasini pokiz energiya bir-birisiga aylana oladigan energiyadan hosil qilish degan gap hamda. Undan keyin uchur aloqaning taraqqiy qilishi tor bexatarligi degandek narsalarga taraqqiyot bor. Endi sun'iy idrok bayatni deb qo'y. Hozirgi kompyuterlarda AI mushunchalik taraqqiy qilgan edi. Hozirgi kompyuterning million has kuchli bo'lgan kompyuterlarda qanday bo'lib ketadi degan gapda endi.
Endi bu yerda kvant elektron dinamikasi, kvant mexanikasi ideyasini ilgirmagan degandek bir narsalar bor. Bularcha deyapti, shu kvantum elektron dinamik alayidliklarini tushuntirib bergan. Bular tehi nimada tadqiqot bosqichi bular. Aqliy ixtiyorlik sizimchan taxta, masalan, kompyuterning taxtalari bor, sizigich, ekranli telefon, sizimcha ekranli degandekchu. Ashlarning ixtiyorchi deyapti, kvantum texnikasidan foydalanganchu ashlarmi. Quyosh energiyasini, ashim quyosh energiya taxtasi shuni bayern deganimizdek. Endi xulosa qilib aytgan vaqtimizda kvantum texnikasi tadqiq qilish bosqichida. Agar shunda Uyg'urdan biroz chiqib qolsa, Uyg'ur bolalardan biroz yetishib chiqib qolsa, nurg'un narsalarni o'ngtay qilib aytadi degan gap. Bayat deganimizda nisbiylik nazariyasidan kvantum texnikasini bir-birisiga bog'lay olsa, bayatni hammani deb o'tib ketdik, manda mojatlar. Ashning birini qila olsa dunyo xarakterlik ish bo'ldi degan gap bu. Nobel mukofotiga mutlaq erishadi degan gapda bu. Yo'ndarlarni taraqqiy qildirish, sun'iy idrok deb bir so'zlar. Endi buningki yetersizligi bormi desak, bor degan gap. Axloq masalasi bor degan gap. Endi bu nima shunday desa degan vaqtda sen 2016dan boshlab Jungo hukumatiningki boshqa davlatlarningki hakkerlik hujumlari nihoyat ko'payib ketdi-ku. Bu kvantum texnikasidan foydalanib hakkerlik hujum elib borgan bo'ldi degan gap. Endi buning alaylik nima degan vaqtda hakkerlik hujum elib borsangiz, siz hakkerlik qilganda sizning izingiz qolmaydi degan gap. Hem tez, hem izingiz qolmaydi degan gap. Bayatın dedik-ku, 400 terabayt degan, 400 terabayt degan mening kompyuterim 1 TB deb qo'ydik-ku, 1 TB'lik deb qo'ydik-ku texa. 400 terabayt o. Sizningki har qancha datalarınız 100 TB bo'lsa-mu ashni. Uning 400 TB'lik suratda qancha vaqt tushirib biladi degan gap. 4 sekund tushirib bo'ldi degan gapda aynan. Hem tez, hem iz qoldirmaydi degan gap. Shu alayidligi bor degan gap. Buni shu hozirgi xalqaro birlikcha degan vaqtda shunaqa o'lcham bekitadi degan gap. Endi o'zimizningki bexatarlikka va o'zimizningki keyingi holatimizni o'zgartirishimiz uchun degan vaqtda shuni o'rganishimiz kerak va shuni taqdimni taraqqiy qilishimiz kerak degan gap. Buni mablag' solishimiz kerak degan gap. Agar buni qilolmasangiz, buni qilayotganlarga mablag' bering, mablag' so'lang. Hech qilolmasangiz, mushlarni ko'rab bo'lsin, mushlar birin bog'liqni ko'rab qo'ying, undan keyin bolangizni shuni uylantiring, ashuna yo'l boshlab bering degan gap. Qiziqtiring degan gapda hamda. Nima doktorning bolasi doktor bo'ldi, advokatning bolasi advokat bo'ldi degan gap. Chunki u bola o'shadagi bir narsani ko'rab, dadasining qilganlarini ko'rab cho'ng bo'ldi degan. Siz mushlarni ash bolaga yo'lantirib bersangiz, ashuna qiziqib qolsa balkim. Chunki buningda echilmagan sirlar nurg'un degan gap yana texa. Şu bugunlik asosliq maqsadimiz mushanda bir Uyg'ur foydalanib qilib musada eng az bo'lganda o'zining neni tep yaraslar shu yetarli degan. Bo'lgansa bugunlik leksiyamiz tugidi. Leksiya desakmi bo'ldi, paramiz tugidi. Kelar qatimda ko'rishaylik. Men 3 qatimliq degandim, asosliq 3 qatimliq nimani tugi. Endi bularning cho'rida har bir cho'ng temini bir qatimliq so'zlasakchi, musha 16 cho'ng tem bor menda hozir. 16 cho'ng temini 16 qatim so'zlaymiz-chi asli. Ashuna ichki kiralaymiz degan gapda endi. Maxfiy shifrlashtirish qanday ishlaydi? Buni qanday qilamiz? Deganlarni hamma bir-birlab tushuntirib to'g'ri kelib qolsa agar. U maxfiy shifrlashtirish 2 soat ketadi degan gap tushuntirishga. O'g'inish emas uni. Haqiqatan biz odatdagi bir inson bo'lib cho'ng'ildik, yashadik, o'lib ketyapmizda, necha avlod oldi bunga. Bu hozir bo'layotgan dunyo ta'sir ko'rsatgan bunday texnikalar haqida izlanish faqat yuqori sohalarda o'qish bilan mashg'ul bo'lgan, tadqiqot qilgan, qiziqqan insonlarning boshqalari asosan ma'lumoti yo'q denisda. Bu yerdan bütün ma'lumotlarni tushuntirishlarni anglagandan keyin aqlimda tasavvurimda paydo bo'lgan rasm nima desa, Sulaymon alayhissalomning yelidagi jin askarlarning qudrati misolan.
ko'zingni yumib ichib bo'lg'ich gapirma, men Bilqiston ordusini o'shaga dedi-ku. Shu narsalar keldi-da. Mana shu buni mana ba'zan dinni boshqa tushuntirayotgan do'stlarimizmi bu energiya, bu shayton va shayton deyayotgan jin deyayotgan qismninki bir energiya, texnikalik bir narsa ekanligini ta'kidlagan joy aytganda. Lekin biroz Mühendisiniz bir gap esim kelib qoldi. Qarang. ha, Allah kulmay. Aldab ketdim bir sizlan paranlashib qolgandim men. Xeli bo'ldi menga. O nima desiniz? Ana men dedim-ku, men data sog'liq bilan analiz qilgan odamman. ha. Aldimgi data bo'ladi, shuni analiz qilaman, shunga asosan hukm qilaman-chu. Bu nima desam, men bizning shayximiz dedi. Shayximiz degan shu imom nima o'xshaydi hamda yo'l boshchisi. Bizning shayximiz har birimizni ko'raylik dedi. Birden bir yerda bulaydi dedi. Shundan men bu quantum texnics degan o'tgandan keyin, quantum texnicsdan foydalanibdi bo'ldi. Tonel effektigini bular ishlatibdi, ajab taraqqiy ketdi deb qo'ydik. Bir nima yeri maddani energiyaga aylantirish, energiyani moddaga aylantirish borasida so'z qilayotganlarning birimi bizni Ahmadcha Osmoncha. Buni sadece fikir qilyotdi. Azim qilmoq tez. Odatdan tashqari bir tafakkur bo'lganligi uchun tushuntirib bo'lolmay qiynalib ketadi kishimi. Anlovchilarmi zaten pekara ketadi. Bugungi mana darsda shu mazmunlar biroz kirishyapti, bir-biriga yaqin kelyapti-da. Bir-birisiga aksini tepyapti. O tefekkürga alakadar, nazariyaga alakadar, tasavvurga alakadar narsa bo'lsa, tuyg'u, his deganlarga. Hozir sizning da'vat qilganingiz bir big data deb shakllangan, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumotlarda iz qoldirgan bugungi dunyoning tadqiqotlaridagi izlanishlardan bo'layotgan bo'lganligi uchun inkor qilish ehtimolligimiz yo'q yani. Yani uningda isbot bor demoqchi. Shunga qarab men insonni zamonga o'rinbosar qildik dedi ya Allah. Yani o'rinbosar degan chog'da xuddi Allohga o'xshatgandek bir tuyg'u borda shu o'ziga o'xshatib qilgandek. Yani unga ichga kirmak adamni ba'zan qo'rqitadi. Eziktirgandek. Lekin insonning boshqa maxluqotlardan ustun ashraful anbiya estağfurullah. Ağzımdan kaçtı. Yani maxluqotlarning ichidagi sharaflik maxluqlarning qilganligimiz borda, Qur'ondagi hujjatlarga asoslangan vaqtlarimizda. Bundan qaragan vaqtlarimizda hozirgi bugungi kvant texnikasida tasavvur qilinayotgan narsalarning tamoman mumkinchiligini, yani ehtimoli borligini inson bo'lish sifatimiz bilan ehtimol, yani gap demasakmi, ehtimol degan bosog'i keldi ekanmiz hozir dastlab tuyg'uda. Kichik vaqtlarimizda cho'chaklarda anglaydik, ana yog'och atga minib dunyo kezadigan, jahannamga qarab dunyoning o'tar bu tarafini ko'radigan deydigan. Bugun ko'ryapmiz ana shuni. Ana siz bizdan cho'ng bo'lishingiz mumkin endi. Masalan 45 yoshdan 70 yoshlarga 50 kirdim. Aslında bo'lsa, masalan 50-60 kirgandan qo'ysa, masalan, ash vaqtda siz 10 yosh vaqtingizda hammadan telefonni qo'li, har bir telefon, bunda bir ekranli telefonlar bo'ldi. Uning keyin bularninki kompyuterlar, har birisining odam kompyuter bo'lsa, ishinamdinglar. Ishonmaydi degan gap. Bu bek jiroq ketmaydi. 10 yil ketdi. 10 yil burun qilachi bo'lsa, bu AI texnikasi taraqqiy qilib biz so'zlashalaymiz, kompyuterlar nima kirgizsak, bizga ashdan javobini berdi, ishonmaydi degan gap. Yo'q. Ammo bu chiqdi degan gap. Ama ma quantum texnik so'zligida buningga selayotgan mablag'lar nurg'un degan. Masalan, men bayat dedim. Turkiyami nurg'un mablag' seladi degan gap. Mablag' hosil bo'lmaydi buningga. Mablag' selishlar birga ash nimadan yetaklar texnik bo'lish kerak degan gap. Uni qildigan ixtisosliklar kuch bo'lish kerak degan gap-da hamda.
Endi Xitoy hukumatining nimasi bor deyapti? Puli bor. Bu men eng başta so'zlab ketgandim. Bu tajriba qildiganlar, tadqiqotchilar deyapti, professorlar haddidan ziyod saran keldi degan gap bular. Ya'ni pul olmoq deganlik emas. O'zining tadqiqotda bir natija qozonish uchun, tadqiqot natija qozonish uchun bular vosita tanlamaydi, ayni darajada bo'ladi degan gap. Shuningdek, maqatim bek jiroq ketmasakmi, shu Xitoydan bir buvoq bolaninki nimasini qildi-ku, dinni o'zgartib, qilgan bir Xitoy botdi. Uni Xitoy o'zi turmaga solib etdi. Uni keyin u bolalar normal cho'ng'ilayotgan 3 yosh kirib bo'lgandan keyin uni turmadan chiqarib, uning nurg'un tajribalarni qurib berdi degan gap. O'zi pul chiqarib degan. Men mana o'ylash kerak degan gapda endi. Shu genonga o'zgartiryapti degan gap mana bu. Bu nima degan gap? Bir buvoq tug'ilishdan burun u buvoqninki genini kasallik bor, gilroz ashni bir-birlar sanab turib, kasallikni tatib chiqarib o'tib, normal genni g'it qilib sep qo'yadigan holatga keldik degan gap mana bu. Hozir texnik aşağıda tug'ayapti, bu kvantum texnikasiga nima qilishmaydi degan gapda. Qolganlar hozircha deyapti, tonel effektikini. Hozir hamma narsa tajribalar orqali, kichik tajribalar orqali isbotlab bo'ldi. Ammo bular texnicha mikro holatda, ya'ni zarrachilik holatda degan gap. Zarracha holat asosan cho'ngib mascho'di. Hozir qilayotgan deyapti, zarrachadan nimaga ko'paydi? Ionga ko'paydi degan gapda. Iondan cho'digan vaqtda molekula atom ko'paydi. Atomdan cho'digan molekula keldi. Texim oldin qaytin Tayvanning deyman. Tayvanning bir tajribaxonasi hujayra holatida shu kvantum texnikasini yurgizadi degan gapda hamda. Bu hujayra holatida qildi degan gap nima degan gap desangiz, odamning yiqilishib qoldi degan gap odamning badaniga. Odamning badani eng kichik tuzligich birlik hujayra deb qaraladi hamda. Uning ichiga kirib ketsak nurg'un narsalar bor. Aşağılık kuantumninki şu alaydaki xususiyetlerini hammasini ifodalaydi. Kuantum aloqalashni ilib bora oladi degan gap. Bu deganlik u hozir kuantumni ashni o'qigan odam, ashni izlanib boqqan odamning buni nima deganligini ifodalay biladi degan gap. Tamam. Qolganlarga Deyyaning hikoyasini anglab bo'yiga bormoqchilik qilmagandek. Bu başımızı kelgan chog'da bilamiz. Ammo uning uchun saqlab turish imkoniyatimiz yo'q va bugun biz kelgusida mushu bolalar aşağı boradi deb o'ylagan bolalar bugun töven saviyada o'qiyotgan bolalar bo'lishi mumkin, o'rta maktab saviyalarida deyli. Bunda bir avalosida u bolalar kelgusi uchun bir nishonma turg'izilmoqliq bolalardi shu. Sen kelgusi qanday odam bo'lsa, sen ota-onasi qarab boqib, "Men sendek mashinadamki" deydi-da bolaga. Masalan, ajda bo'lganligi uchun u bolalarda ash tasavvurni paydo qilish uchun xizmat ishlash bilan birga bolalarda kelgusi taraqqiyotlarga yetishadigan bir odam bo'lish uchun nimalarni hozirlash lozimligi to'g'risida bir nim bo'lish kerak odamda, plan bo'lish kerak. Hech bo'lmasa bolam sening eng to'yin saviyang mar saviyaga berishing kerak degan bir nuqtani qo'ymasak bolalargacha. O chog'da bolalar bo'ldi, endi men ishlarga qildim, endi tushirib 5 tane diplomni oldim. İşten sirtqi bir bu qilib men pulimni xarjlaymikan, xarjlashga o'tirdi ekanman deb odamni xarjlik qilib o'qishni 20 yo'ldan tashlab chiqib qolib qolsa, u chog'da biz tasavvur qilayotgan dunyoga qat'iy borolmaydi u bolalar. Ya'ni bir qancha avlod kechikdi. Buning uchun deymanki, biz zaten bu hayotda deb bo'ldik. O'rta yoshdan yuqorisiga nisbatan bu zaten qo'llab yetishkisiz darajaga bordi. Endi bizning bolalarimizda umid qilib qolsak, bolalarimizdan biz qaysi saviyani, qaysi nimalarni, qanday hozirliklarni talab qilishimiz kerak va shuning yetaklashimiz kerak. Ya'ni nima hozirlash kerak bu bolalar? Endi magapni deganda siz bir misol, men bir qiziqarli bir so'zlab beray. Facebookda birisi manda deb chiqarib o'zini faxrlanib ketibdi. Men hayron qoldim amaliyotda. Nima desam, bolalarim uyning ichida o'ziga bir kichik uy yasab o'ynatibdi ekan.
Men tip örüp tip örüp balını hap oldum dedi. Endi aşның nima degan gap desangiz, aş balanınki balkim eng oxirida bir daniq dizayner bo'lish kerak endi. Hmm. Laylig'ich bo'lishi mumkin deydi. Bo'lib qolish ehtimoli bor. Arxitektor. Ha. Aşni o'tadi degan gapda. Aşni uning o'rniga turdi deb ichga kirib, "Oy balam ajab chiroyli qopti. Senchi mush u yoq chiroyli qoldi, neri ekan bo'lib qoldi" desa, anaqada bola o'ylaydi, "Ha, men odam ma o'yin chiroyli debdi, neri ekanligini debdi" qaraydi degan gap. Meğer manda was texidim yaxshi bo'ldi ekan deb manda so'zlashibsiz-ku bola bilan. U bola aşni texidim o'ylab kelar qitdim yaxtan texidim chiroyli qo'ya solish mumkin degan gap. Ha. Ya'ni bolalardagi tasavvurni biz bo'g'ab qo'ysak bo'lmaydi. Shu. Uning kendim masalan kvantum texnikasida, hozir biz kvantum texnikasi so'zlagandan keyin eng oddiysi berib siz kutubxonaga, kitobxonlarga. Kvantum texnikasining rasmni tushuntirilishi degan gap. Kitoblar degan gap. Men birini qo'yib qo'ydim shuna. Ashni siz uyga tashlab qo'ying. Uyga tashlab qo'yib, tashlab qo'ysangiz u yoq o'tib varaqlab qilib, bu yoq o'tib varaqlab qilib degan gap. Ashni o'tib hech bo'lmasa-chi, ashni o'qib ingliz bo'lsa, nimka hech kim bo'lmaydi. O'qiyamsangiz-chi, unda varaqlab qo'ysangiz-chi, bola rasmlarni ko'radi-chi. O'qiyamsanda balani qushog'ingiz o'tazimda varaqlab bersangiz bo'ldi degan gap. Unda siz uydan chiqib bir mazil kirib qarab baqsangiz-chi, ash bola ash kitobni 3 kunda qarab o'ynayotganligini ko'rib qolishingiz mumkin degan gap. Bu ash orqali ash balaniki asaya qiziqishni keltiradi degan gap. Ya'ni kichkida qanda dadasi qanday odam bo'lsa, o'g'li shunday bo'ldi, qiz onasi qanday bo'lsa, qizi shunday bo'ldi degan gap bekorga aytilmagan u. Bizningki toki qarxonlar davlati qurilib, ash appa xo'jid kaygichi bo'lgan davlatda biz O'rta Osiyodagi turkiy millatlar ichida xillam kuchli degan gap. Xillam emas, ravars kuchli degan gap. Birinchi o'rinda degan gap. Sharkardi qatorida, boshlanish qatorida. Hozircha vaqtda hammaning oldida qo'llab, uni oldiga yig'lab berib, buni oldiga yig'lab berib, pul tilab yashayapmiz degan gap. Ana buning oldini olish uchun vaqtda men bayatni deganim 45 yoshdan yuqoriroq maskama deganim ularning umri bitdi ular. Ular bundan keyin bu ishlar emas. Uyg'urning ishlarga ko'ngil berish ehtimolli tuven degan gap. Nimishqa? Ularning hozirgacha qiyg'inlari qarab turib biz 45 yillik qiyg'ashi unikini qiyg'in qarab turib shunga hukm qila olasiz degan gap. Birisi 20 yillik hech qilib buni qilib vaqt qildam instrument buni qilib vaqt mag'lub bo'ldi. Siz unikini men manda ash qilaman, menga pul yurtiradi siz bilamsiz. Men 20 yillik san mablag' soldim. Uni qilib vaqtni qilamadim, buni qilib vaqtni qilamadim, yana salsam yana mablag' qilolmaysiz deb qaraysiz-ku. Bu shunga o'xshash degan gap buni. Şu yangi yoshlar o'tirg'i chiqib, yangi bir qon almashtirish bo'lmaguncha Uyg'ur mujohidat Uyg'urlarda. Uyg'urlarning ishi hal bo'lmaydi degan gap. Shunga o'xshashlar buning uchun yo'qda yangi texnikalarni egallash kerak. Uyg'urlarning qutulish uchun 3 yo'l bor deb qarayman davomli. Birisi shu Amerika, Angliyaninki yardım bilan qo'limizga mukka tutaman Shayx Turkiston mustaqil bo'ldi. Deb ekib sen deb o'tirib ashni qushqilib o'tirash. Bu bir ehtimollar. Endi ikkinchi so'ragan vaqtda biz o'zimiz qattiq kuch va yumshoq kuchni taraq qildiramiz. Uni keyin joyda vaqtda o'zimiz kurash qilamiz. Boshlarning yordamini qabul qilgan barobar o'tirib turib qabul qilamiz. Uni keyin elish degan gap. Uchinchi so'ragan vaqtda musha degan gap. Bugun necha vaqtda so'zlayotgan texnika degan gap. Yuqori texnikalarni egallaymiz. Xitoyninki Jungo hukumatining 40 necha atom bombasini birli kontrol qiliblar. Agar vatanimdan hamma bir miqdor qo'ymay ichib ketmasang, shu butun Xitoyni yo'qqa yetmay 40 atom bombasini etib deydigan gap. Qanday qilganda chiqdi degan gap, amal yo'q chiqdi degan gap. Bu bir usul degan gap. Agar siz texnikada ashunda yetarli bo'la olsangiz, nima degan ashuna qila olasiz degan gap. Tanglash hammani kontrol qilib, biroq qo'zg'altalar atalar qilsangiz, kim oldiga chiqalaydi uningki. Ming yilning oldida yashagan ming yilning oldida yashagan shu Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajevning kitoblaridagi o'gitlar qarasaqmi, bilim kuch degan so'z bor-da. Kuch aynan. Bek jiroq ketmay shu Yusuf Qasajevningki kitobli kitobni o'qib baqsin. Ashundan nimani tavsiya qilibdi? Eng kuchli tavsiya qilgan adab axloq bilim, aql. Ash uchun tavsiya qiladi. Undan bosh tavsiya qildi, mana o bekmik men tavsiya qilgan deganlar o'z oldimga chiqsin qani. Biz tashlab o'tgan narsalarga qo'yna. Aqlni tashlab o'tdik. Bilimni tashlab o'tdik. Axloq degan o xeyli oldi yo'qlab ketgan. Shuni yo'q qilgan odamningki qulluqi mahkum bo'ladi deb yozadi. Endi bizningki
Şoňa ma ýaşlarymyz diýýatkan endi aşnyň işinden endi keyinki 5 ýyl, keyinki 10 ýyl aralykda birleri çykyp galsa, meniň 3 maksady çykkan dedim go men aň başynda 60 He, ýaşa. he, Birinçisi şu her qaysı kesiplarda kesip egillerininki meýdanga çykyp aýtyrplar, "Senin ma sözliginiň hata eken, mandaty ma bu." Dep he, menikini ret kılsa men hoşulman deýän gep. Ha sözüňe hocam dep men bu urny boştup berme, otda gyzman deýän gep. Hörmetlen deýän gep. İkinji çölge wagtda bizning aý sahyda okumakçy bolgan ýaşlarga bir ulgy aşny bir kozgatış bulap kalsa, aý sahlada bir ügense, aý sahlada bir nimesini eçip, özüniň ýoluny eçip, aşny Uygur paýlyk bir tehnik igisi bolsa deýän gep. Ana üçinji çölge wagtda bizning bu pen texnik sahasy sözleýdiganlar ýok diýerlik deýän gep. Ýok diýerlik deýän gep ýok demes diýerlik. Ýok diýerlik emas bu. Ýok diýerlik. Nime sözleýdi desňiz, toxtama şerh Türkistan haqqında, onun kendi çoğda toxtamay din haqqında sözleýdi deýän gep. Bu 2000 ýyl kip 2020 ýyl kip ketdi. Yani toxtamay bunu sözleýiş barmy deýän gep. Dinni sözleýdiganlar özüniň aýrym kanallary bar, özüniň aýrym nimeleri bar. Alaky TV'ler bar deýän gep. Ular sözleýärdi, kömekçi bolar aşaly köýsün. Bek bilenmegende kitap bar, hemmiýet tapalady, aşny okusun. Emma o torda ötküzden günününki yerimen digedek muşu pen texnikadan ügüniş karasın onu kürep koy işil işlemez. Aşını ügünesin, aşını yazsın, hakikaten kılalay deýän gep. Ýasýam eger üzerinde kılamasa birläli başlaryň birleşip ýazsyn deýän gep. Gedende. Aşında bir aş aletini asta-asta ýokdup, endi asaslyky Uygur paýdysy tigidigan, hazır nan tigidigan, hazır eger muşunda ketiberse, endi 5 ýylykçy muhaciret Uygurlarda ümit yok diýen gep. evet. Çünki wetendeki işlerini bir qırıp püttürüp bolu diýen gep. Hazır siz Facebook, WeChat işletätganlar, ündür işletätganlar Uygurça tezip kanqany? Uygurça gaýdyram diýen. Men WeChat işletätmen hazırki. İşletätmen diýmen. Endi çö diýatim, aş meni hemmiz ýütilgen hemmiz ýüwetkenim. Hiç kim hytyzamaýan diýen gep. Aşladylyk inkaslaryna garasaňyz, birmi Uygurça ýok da-da komment inkas düşken inkaslar garasaňyz diýen gep. Endi Uygur maarifini unda kılmaya, Uygur tilini saklap kalım degeldik, hoddi nime qen kesilip adam bagy. Onu insolun urap men, muşni saqaytymy ölmey turma diýen gepler okşaş diýen gep. O pekat ölümini arka sürelesi diýen gep. Amana ölüdi. Bunun ornuga insolun uruşdan ornuga aş kanny tazlaýalaydygan, aş qen kesilini ýok kıladygan bir usuny keşip kılsaňyz bolmamdy diýen gep. Aşny hal kılıç gerek diýen gep. Bunun okşatsa huddi çet eldeki Uygurlar onu medeniyetimiz saklaýmaz, medeniyet festivali, til güneş birnimesi, til güneş gerek, onu mu kılıç gerek. Emma asaslyk maksatyn çetnep ketmeslik diýen gerek. 100% güçni 10%, 5% aşağı qartyş gerek diýen gep. Teşkilatlar. Hagyny nime kılıç diýen gep? Çünki kiliş menbäsi, bulaknyň kiliş menbäsi bolmasa, o bulak toktap kalsa su kanda boldy, ahir bargan su toktap kaldy diýen gep. Siz o suny hazır kesildi go? Bulak yok. Endi size külüňizi toldurup algan suwny saklap kalamaýar dep aşny jüresi diýen gep. O hamyr sesi diýen gep bu. Bulakdan ayrılgan kölüň suyu. Menbäni getiriş diýen gep. Kandak bolup menbäni golga alaýman? Kandak bolup menbäni ýoktup goýmaýman diýiş gerek de. Şunuň üçin hereket kılıç gerek. Bunyň birden bir usuly şu mustaqillik diýen gep. Başga hiç kanda bir ýok diýen gep. Bu WeChat yoki Xitoyning applardagi bizning vatandaşlarımızdan, vatan içinde kalan vatandaşlarınki Xitoycha yazışqa mecburlanganligi yoki şunun yüzlenip ketganligi bir diqqat qilish tegishli bir nokta. Yani bundan keyin bizga Uyg'urcha xat yazsa, o yazgan kişinin Xitoy bulak qilish ehtimolligi %50 ning yuqorisi hazır. Çünkü Xitoylik üniversitesi hazır. Andan keyin biz bir chet elde Uyg'urcha üniversitemiz, ögütüvatımız deyimiz balalarımızga. Vatandagi Xitoycha üniversitede kelgüside tercüme lazım yollagan. Acayip lazım bolsa meýli go. Acayip bir
Bakayaga ketmen chapqan dehqonning misoli bizning ishimizda bir ta'tiylik hali bor. Buni komplet tushunish lozimki. Nima bu Yevropaninki boshqa davlatlarni ancha bilmayman, man o'zimiz turayotgan Gollandiyaniki nimasiga qarasak, bir tal mex, bir dona ishkab, bir dona derizning kishiga yoki ishik, sofa, ya'ni insonning odam tortib zig'icha ishlatadigan hamma narsada bir standart borkanda, o'lcham borkan. Ash birisini o'lchab ekilib, santisini olib borsa, ashunga aloqador bir yerdan ash santining sirti bir narsa chiqmaydi. Ayrim yasatish lozimki. Hmm. Ya'ni bunda bo'lgan vaqtda andan keyin bir narsa ham birisning ustigacha taqishib qolmaydi, zitlashib qolmaydi, mos keladi ekanda. Mana bu sistemaning. Bu birlik qanday birlik keldi bu? Qanday putishaldi bular? Bu yer cho'ng o'ylash kerakda. Meningman to'g'ri deb olmay, qaysi to'g'ri bo'lsa, qaysi etlik bo'lsa bir nuqtaga Moslashish kelib, kerak-da. hammaning o'rtaq bo'lgan nuqtadan tepkilab, hamma sohadagi uqumlardan tortib, fe'l faoliyatlarimizga qadar hamma narsani standartlashtirib chiqqan vaqtimizda bizning til birligimiz, dil birligimiz, ish birligimiz andan chiqadi ekan. Bo'lmasa jiq charchayotganmizda. Bu programma sirtida ketib qoldik. Mayli, aldığımız fursatda yana boshqa izlanishlarımizda inshaalloh tekrar ko'rishamiz. Ammo-g'aysiz endi Yaponiyaningki ahvolini bilamiz. Yana qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun ko'p rahmat. Aman bo'ling unda bo'lsa. Bo'ldi endi asa oxirgi so'zni bir qilib aytayman. Ma'qul. Ko'rganlar sizlarni tushunish bo'lsin uchun ba'zi bir nimalarni qo'ydim. Misollarni ortiq misollarni so'zladim. Balkim bu misollarning qanday nimasi bor deb qo'yishinglar mumkin. Shu xafaolmaysizlar, vaqt biroz uzrab ketib qoldi aslida. Bunchaki vaqt ketmaslik kerakdi. Men birozliqqa tushunish oson bo'lsin uchun har xil misollarni shundoq oxirida ortiqcha temadan chetlanib ketib qoldi, xafaolmaysizlar. Bo'ldimsa, xo'sh, Allohga emanet salomat bo'ling. Ko'p rahmat. Mazmun bizga nisbatan uzoqlashib ketgan, cho'nglab ketgan mazmun bo'lganligi uchun tushunishga biroz ehtiyojimiz bor zaten. Yana shu qadar bo'lsin, yana tushunmakimiz yana qiyin ekan taxir. Mayli, omon bo'ling, amsakilar qatam ko'rishlar. Rahmat. Aziz qarindoshlar, bugungi program bu yoqqa qadar bo'ldi. Fen texnika dunyosidagi yangiliklar va uningki yaqin kelgusida biz yuzlanadigan dunyoninki taqdiri va kelgusiga ta'sir ko'rsatadigan, belgilik ta'sir ko'rsatadigan texnikalarga aloqador uchurlarni beryapmiz. Biz o'zimiz o'rganib bo'lolmaymiz deb quloq bermayotgan qarindoshlarninki hech bo'lmasa buningdan biroz quloq mo'lsulab bo'lsinmi, bolalarning kelgusi uchun chiroq yo'ritib beradigan yo'llantirishga biroz o'zligi asos hozirlashga foydasi bo'ladi degan umid bilan programmaninki hech bo'lmasa eng minimumda mushuni ko'ryapmiz. Buning uchun aqlini topgan, kelgusiga umid bilan qaraydigan izlanishchan qarindoshlarniki bu xil programmalardan yetarli naf ololadiganligiga ishonamiz. Amon bo'linglar, kelar qatimda program ko'rishlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.